bor viloyat tuman hokimini 11 ta telefonni hammasi o'chir. Mana yana Zoir To'yich telefonni o'chirib oldi. Telefonni o'chirib olgani mayli, Facebookda yozib turdik, uni ham bloklab qo'yibdi. Bu xalq muloqot qilmasa, qayerga chiqadi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmay iloji yo'q. Men Toshkent viloyati xalqini ishsizlikdan chiqarish siz ham mas'ulsiz, Zoir To'yich ham siz ham dedim. Menga yolg'on show qilsangiz dedim. Men dedim, dodingizni beraman dedim. Tanqid qilaman. Ishlasangiz maqtayman dedim. Men Zoir To'yichga ham aytdim. Zoir To'yich birinchi yordamchisi Otabek Ravshanbek qilib Toshkent viloyati uchun mana shu olamaga kuyib-pishib gapiradi-yu. Kechasi Zoir To'yich so'z bergan, ertasiga meni aldayapti. Yosh bola qilib. Men senga yosh bolaman, Zoir To'yich. Bu yerda siz aldadingiz meni. Keyin priglashitini Mirag'zamga aytibdi Zoir To'yich. Olim ekan kiritmaylar, priglashitini olib qo'yiladi. Tavsiyanomani men bermayman. Endi Abdulla Oripov bilan gaplashib kelasiz. Siz Abdulla Oripovga boring. U kimni tavsiya bersa shu o'tadi deb mana yolg'on gapirgan ekan. Kecha tavsiyanomani Zoir To'yich qo'li bilan men ko'rdim. Nimaga yolg'on gapirasiz Zoir To'yich? 7-dekabrda migratsiya agentligining 14 ta hududda hamma rahbarlari prezidentning yig'ilishida qatnashdi. Meni yana chaqirmadinglar. Nega? Nega 7-dekabr 2024-yil dekabrda migratsiya agenti rahbari, hudud rahbari, lavozimdagi odammi nimaga prezidentni 3 soatlik ma'ruzasida 3 soatlik migratsiya bo'yicha, bandligi bo'yicha yig'ilishiga meni qatnashtirmadingiz? Men shundan keyin 100% ishondim. Mirag'zam ham Toshkent viloyati Qibrayda prezidentni uchrashuviga siz kiritmagan ekansiz, Zoir To'yich. Siz meni yo'latmagan ekansiz. Siz o'sha ochiq masalani prezidentga aytib qo'yadi deb qo'rqar ekansiz. Menga qarang. Zoir To'yich, sizni bu fitnalaringiz, hiylalaringiz o'tmadi. Nimagaki menda ijtimoiy tarmoq bor. Ijtimoiy tarmoq orqali men prezidentga yetkazaman. Avtorskiy bera olmaydi. Lekin bervordi, bir kunda meni YouTube'imni o'chirdi, ertasiga kulishyapti. Ha, olim aka, qalaysiz deyapti. Iye? Ko'rdingizmi, katta qurol. Bular muttaham bilan aldashyapti. Olim aka sallaga jinni emas, meni otimni olim deb qo'ygan ona. Bir kunda o'chirib yuborishdi anaqa qilib. Bir kunda o'g'limga ming rahmat. Aytishnik, men ham o'zim aytishnikman. O'g'lim ham YouTube'ga biza qarshi ariza berdik. Bir kunda o'chirgan bo'lsa, bir kunda tiklab oldik. Nimagaki u yerda avtorskiy bera olmaydi. Biza ulab bergan videosiga biza ishlov berganmiz. Sherzod Asadov bilsin, mashinga chora ko'rilsin, tekshirilsin. Shotniy palata qanani trollarga qaysi puldan to'lab beryapti? Xalqqa budjetni pulini. Kimdan qo'rqaman dedim. Buni prezidentga aytmasam, sizlar qilmayapsizlar dedim. G'aflat uyqusida dedim. Ketmagan odamni 100 mingta odamni bandligi ta'minlandi, ish bilan ta'minladik deb yozib bergin deyapsizlar. Men pistolet trasini ham yozib bermayman. Oldingi yili mingta jo'natgan bo'lsam, mingta yozib beraman. Bu yil 200 ta jo'natgan bo'lsam, 200 ta jo'nataman desam, olim aka hokimiyat bilan kelishib ishlamasangiz, xo'p bo'ladi deb chizib beradigan, yozib beradigan, bizani aytadigan odamni qo'yamiz dedi migratsiyaga. Qo'ysak qo'y, zato men dedim, sizlarni dedim jinoyatchilarga sherik bo'lmayman dedim. Vijdon bilan kelib, sharaf bilan kelib, sharaf bilan ketaman. Sizlarga o'xshab jinoyatchilarga qo'shilib paxtani qo'shib yozish, bug'doyni qo'shib yozish, paxtani qo'shib yozish, pullarni qo'shib yozish qilib, mana xalqimiz Rossiya, Qozog'istonda yuribdi. Mahallada ishchi joylarni ta'minlash kerak. Mahallada odamlarimizni rozi qilishimiz kerak. Mahallada kambag'allikni qisqartirishimiz kerak. Balandparvoz gaplar, raqamlar emas, odamlar bilan bevosita uyga kirib muloqot qilishimiz kerak va eng asosiy hozir Zoir To'yichga bitta narsa desam, sirazi trollarlar atakaga o'tadi. Men qo'rqmayman. Xalq ko'rib turibdi. Na ularni patpishiga bor, na orqasida odami bor, na odamlarni, na hurmati bor, na boshqasi bor. Kim asosli tanqid qilsa, trollar komandasi tushadi. Bu pulni olib qo'yish kerak. Bunaqa pulni haqiqiy jurnalistga, prezident qarorini ijrosini ta'minlaydigan, haqiqatni xalqqa himoya qiladigan, xalqqa dardini ko'tarib chiqadiganlarga, blogerlarga to'lash kerak. Jurnalistlarga. Nimaga trollarga to'linadi? Bitta ish qilayotgani yo'q. Qani tanqidiy kechani tappi qilayotganini qani ko'rsatsin. Shoir bo'lib yozsin. Matbuot kotibi qani antigi uyini buzib, snos qilib pulini to'lamayotganini viloyat hokimini ko'rsatsin, tuman hokimlarini ko'rsatsin. Nimaga negativ ko'rsatmaydi? Negativ ko'rsatmay, faqat trollik qilib, ani viloyat hokimiga yopsa, xuddi ani erini qizg'anganday dab qiladi.
Ana ofis Rasul Qo'shirbayevni, Jahongir To'laganovni, faol jurnalistlarni, blogerlarni, faol deputatlarni obro'sizlantirishga hujumga o'tishadi. Ana shuning uchun bular pul olyapti. Mana shu Zoir Toychi shu adolatsizligi uchun, asossiz meni o'rnimga boshqa ishga olgani uchun men eplaganman. Menga na oylik, na ogohlantirish, na boshqa narsalar berilmagan. Men ishimda hech qanaqa kamchiligim yo'q. Kamchiliksiz, asossiz meni qo'shib yozib bermaganim uchun, hokimiyat bilan kelishib ishlashim kerakligi uchun, meni aldagani uchun, men prezidentni aldamaganim uchun, Toshkent viloyatining bandligi ta'minlanmagan odamlarni ta'minlandi 100 ming, 200 ming yozib bermaganim uchun hokimiyat bilan kelishib ishlamasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa boshqa odam olamiz dedi. Mana olishdi. Mana endi ochiq oydin prezidentga aytaman, ochlik e'lon qilaman. Menda dalillar bor, hamma yozmalar bor. Men o'sha Zoir Toychi mashi qilgan fitnasi uchun partiya ochishga men qaror qildim. Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlaganimiz uchun adolat xalqning ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'laversinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatli gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan vaqtim boricha bir 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishda to'g'ri yo'limi yo'qmi? To'g'ri yo'l. Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi. Chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatan ham bizning viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizning tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Bugun eng dahshat chiqish, eng dalil faktlarni men yig'ib yurdim. Buni prezidentimiz bilish kerak. Prezidentimiz aldayotganlarni men hammasini bugun ochiqdan ochiq oshkor qilaman. Nimagaki buni qilmasak bo'lmaydi. Mana shu qo'l ostidagilarini nima ish qilayotganini hammasini hozir kirib olinglar, iloji boricha like bosinglar. Bugun ekstreniy juda hamma narsalarni gapiraman. Nimagaki yozinglar kommentariyalarni ham va Toshkent viloyatida qanaqa adolatsizlik bo'lyapti, bandligi ta'minlandi deb ta'minlanmayotganlar chiqsin. O'zi mana shu ijtimoiy tarmoq prezidentimiz zo'r ochib berdi-da. Mana shu ijtimoiy tarmoq juda katta qurol. Buni oqilona yaxshilikka ishlatish kerak. Mana shu davlat xodimlari, valomatlar oyog'i yerdan uzilganlar, pastdagi xalqni eshitmasa, mana shu ijtimoiy tarmoq orqali bong'illatamiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bizga jurnalistikada o'qitgan, mana tog'am Yozuvchilar Sovetining ministri Ziyod Isonboyev. Mana tog'ajonim, onamning akasi, radnoy akasi, mana shu Do'rmonda, Toshkent viloyati Qibrayda tug'ilgan. Butun umr jurnalistikani qonunlari shunaqa bo'lishi kerakki, maddohlik qilish, cherishchur maqtash mulozimlarni, o'sha viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, vazir bo'ladimi, senat bo'ladimi, o'sha rahbarini shu rahbarni shu maqtash ham bu poraga kiradi. Bu yalaqlik. O'sha tuman viloyat hokimini asosli tanqid qilsa, xalqqa nega qabul qilmayapsan? Xalq deputati bilan nega uchrashmayapsan? Migratsiya agentligi bilan nega gaplashmayapsan? Nimaga prezidentning qarorini bajarmayapsan? degan viloyat hokimi yo tuman hokimi agar
asosli shaxsiga sha'niga tegmay любойni tanqid qilish mumkin. Bosh vazir ham, Abdulla Aripov ham tanqid qilish mumkin. Agar ishlamasa, prezident qarorini ijrosini ta'minlamasa, xalqi tinchligini o'ylamasa, gaz zapravkalarda odamlar 2 kunlab, 10 kunlab to'polon isyonga olib kelsa, svetlar o'chirsa, gaz aholidan o'chib qolib, aholiga gaz, svet yetib kelmasa, issiq suv, sovuq suv kelmasa, o'sha kanalizatsiya o'tkazmasa, yo'l o'tkazmasa, xalq bosh vaziri ham, tuman hokimini ham, viloyat hokimini ham tanqid qilishi kerak. Asosli fakt dalillar bilan. Любойni bu davlat xodimlari, mana prezidentimiz aytganlar, men prezident bo'lib kelib, bu yoqqa xalqimni rozi qilgani kelganman dedilar. Men xalq xizmatchisiman dedilar. Tim bo'lib bosh vazir ham, Abdulla Aripov ham, Senat Tanzila Narboyeva ham, viloyat hokimi Zoir To'g'rovich ham xalq xizmatchisi va butun viloyat hokimi, tuman hokimlari vazir bo'ladimi, valomat bo'ladimi, xalq xizmatchisi. Sizlar xalqqa noroziligini olib kelganinglar uchun gaz zapravkalarda o'zini o'zi oilasini boqaman deb, bir boqonga non, uyga go'sht olib kelaman deb, kreditini to'layman deb, qarzni to'layman deb, qizimni uzataman deb, o'g'limni uylantiraman deb, o'g'limni, qizimni oliy dargohda o'qitaman deb, bankdan olgan kreditimni to'layman deb, arendaga olgan mashinamni to'layman deb, o'sha gaz zapravkada gaz, propan gazlar, gaz zapravka arzonligi uchun 2 kunlab, 3 kunlab uyqudan qolib, uyiga bormay, sovuqda mashinasida uxlab, mashinasini itarib gaz zapravkaga 2 kun, 3 kunda gaz zapravkani qilish butun dunyoga sharmanda qildinglar. Prezidentimizni, davlatimizni o'zi Sardor Umurzoqov to'g'ri olib borayotgan ekan. Ana g'aflat uyqusidagi tuman viloyat hokimini oyog'i yerdan uzilib ketdi. Shu mansabga o'tirdi, shu ayniydi-da, shu tuman viloyat hokimlari. Shu mansab otiga o'tirdi, bo'ldi, xudo uradi bularni. O'sha xalq bilan bir tilla ishi yo'q. 11 ta telefoni bor viloyat tuman hokimini, 11 ta telefonni hammasi o'chir. Mana yana Zoir To'g'rovich telefonni o'chirib oldi. Telefonni o'chirib olgani mayli, Facebookda yozib turdik, uni ham bloklab qo'yibdi. Bu xalq muloqot qilmasa, qayerga chiqadi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmay iloji yo'q. Nimaga ijtimoiy tarmoqqa chiqadi? Adolatsizlik bo'layotgani uchun. Xalqqa bir tinga olmayotgani uchun. Oyog'i yerdan uzilgani uchun. Prezident qarorini ijrosini ta'minlamayotgani uchun. Xalqni aldab, nima deydi? Xalq qabulxonasi, hokim qabulxonasi, qabulga qani 1 oy, 2 oy e'lon beringlar. 1 soat oldin yo'qsa 1 kun oldin bermay, bekitib bermay. Xalq to'g'on bo'lib keladi. Oldingi yili kelgan ham, bundan oldingi kelganlar ham bitta ikkitasiga yordam qilasizlar-da, qancha mingtasiga salomat bo'lasiz deb sekingina jo'natib yuborasiz. Nima buni xalq bilmaydi deysizmi? Xalqi ana o'sha uchun ishonchi sizlarga, davlatga, prezidentga ishonchingizni silab qo'yasizlar. Oynani o'zingizlarga shundaqina tutib qo'yamiz mana shu ijtimoiy tarmoq orqali. Hammanglarni o'sha IO bo'lib kelganinglarda, viloyat hokimi bo'lmoqchiliklarda, IO'liklarda, olim aka, birinchi Qibraydan boshlayman, sizdan boshlayman. Sizni deputat sifatida, faol sifatida hurmat qilaman dedingiz, eshagingiz loydan o'tdi, bo'ldi. Aldab ketaverasiz. Men buni nimaga gapiryapman? Toshkent viloyatiga 2018-yilda ham kelgan prezidentimiz kelganda tuman hokimi, viloyat hokimi kiritmadi prezident oldiga. Mana bundan oldingi yil ham prezidentimiz Toshkent viloyati Qibrayga tashriflari buyurdi. Men Do'rmonga keldilar. Do'rmon o'sha Pravestinning yoniga o'sha poligon qilib, o'sha kechasi bilan o'sha yerda bo'ldim. Ana xavfsizlik, yana uncha-munchasi u bunasi qo'yib qo'ymasin, prezidentga kelishimga anaqa boshqa narsa portlovchi modullar qo'ymasin. Kechasi bilan o'sha yerda dejurut qildim Mirag'zam bilan. Toshkent viloyati hokimiga aytdim. Men Xudoga ming qadar shukr, prezident Toshkent viloyati Qibrayga tashrif buyurdi. Bundan oldin kirolmadim. Endi meni hududimda bo'lyapti, ham deputatman, deputatlar bilan uchrashish kerak. Ham Toshkent viloyati Qibray tumaniga kelyapti deb xursandman.
Kechasi bilan uxlaganim yo'q. Zoir To'rich keldi, kechasi ertaga dedi, "Olim aka, siz kirasiz" dedi. Nimagaki? Sizni hududingizga kelyapti Do'rmonga. Men Do'rmonning deputatiman. Toshkent viloyati Qibrayda 30 ta deputat bor. Mani Do'rmonimga, Qibrayimga, o'sha mani posyolkamga prezident keladigan bo'ldi. Albatta men hududdagi muammolarni, masalalarni, har xil xalqimiz ishsizlikka, bandligi ta'minlash bo'yicha prezident bilan men o'zimni takliflarim bilan, o'zimni shijoatim bilan chiqishimni biladi hamma. Olim aka dedi, kechasi 12 da Zoir To'rich telefon qildi, Mirag'zam telefon qildi. Srochni Qibrayga yetib keling dedi. Siz bir oydan beri prezident kelishini bilasiz, menga aytyapsiz, Mirag'zam aytayotdiki, Olim aka uni kiritmasak bo'lmaydi, ijtimoiy tarmoq bor, to'polon qilib tashlaydilar. To'g'ri, to'polon qilaman. Nimaga? Zoir To'rich keldi, Mirag'zam 12 da kechasi ertalab dedi, prezident keladi dedi. To'lki hech narsa gapirmaysiz, muammoni ko'tarmaysiz, masalani ko'tarmaysiz dedi-da Zoir To'rich. Menga so'z bering dedi, men kallamni qo'yib kirg'izam. Sizga kim topshiriq beradi? Bosh vazirmi dedim. Nimadan qo'rqasizlar dedim. Bosh vazir dedim, pastga tushmagani, mamlakatdagi muammolarni hal qilmagan, tuman viloyat miqyosidagi deputatlik faoliyatimdan kelib chiqib men masalani qo'yaman prezidentga dedim. Shunaqa desam, Olim aka dedi, yonimda jim o'tirsangiz dedi, prezident oldiga kirasiz dedi, va tak kiraman dedim. Har tumanga borsalar deputatlar bilan, mahalla raislari bilan o'sha tumanni eng faol deputatlar bilan uchrashishlari shart dedim. Bu hamma qonunda ko'rsatilgan, bu deputatlik maqomida ko'rsatilgan dedim. Zoir To'rich aytdiki, Olim aka dedi, maylim dedim, bitta ko'ndimda, ko'nib kirib olishdi bu yoqqa. Olim aka dedi, priglasidensiyaga yozilgan dedi. Ertaga 100% kirasiz dedi. Mana erkakcha qo'lim, egam bilan borsam, egam nariroqqa borib tursin, o'g'lingiz. U egammi nima? Ikkitasi o'g'limdan biz ota bo'ladi dedim. Bittamiz, vatanparvarmiz, prezidentim menga yaxshilik qilgan, men o'lib qutulib ishlayman, xalqimga, prezidentimga qaytaraman desam, "Yo'q, o'g'lingiz nariyoqqa borib tursin" dedi. Nariyoqqa bormaydi, eshitib tursin shuni dedim. Maylim dedi-da, keyin Olim aka dedi, men zo'rg'a bosh vazir Abdulorif ko'ndirdim. Olim aka kiradi, priglasidenlik bor. Olim aka kirmasa erta ijtimoiy tarmoqda hammamizni sharmanda qiladi. Faqat menga so'z bering dedi. Abdulloh, men boshimni o'rtaga qo'yib dedi. Dedim. Nimadan qo'rqasiz dedim. Qaytaga prezident Toshkent viloyati Qibrayga kelganda muammolarni qo'yib yechib olishimiz kerak dedim. Ishsizlik, o'sha ko'p masalalar, kanalizatsiya, yo'l masalalari, men shu narsani qo'yishingizni bilaman-da, bosh vazir ham biladi, siz ijtimoiy tarmoqda ko'rib beradi. O'sha uchun bosh vazir aytdi, Abdulla Oripov, Olim aka bilan gaplashingda, intervyu qilib ubuq chiqarmasin-da, ertaga kiradilar, faqat bitta so'z bersin, jim o'tiradi. Bo'ldi. Anaqa maylim Zoir To'rich dedim. Men jim o'tiraman dedim, lekin xalqimni dedim, muammosini prezident kelganda qo'yib yechib olmasa, kim yechadi buni dedim. Men Toshkent viloyatida tug'ilganman dedim. Toshkent viloyatining xalqiga dedim, men bunaqa jim o'tiradigan deputat emasman dedim. Shu muammolarni siz gapirib olmaganim, Mirag'zam gapirib olmaganim, men gapiraman dedim. Shunaqa desam, Mirag'zam tipirchilab turibdi. Zoir To'rich anaqa turibdi. Sekin bunda Qibray besetkasida o'tirdik-da. Olim aka siz kirasiz dedi. Priglasidenlik bor dedi. Ertalab dedi, Dom kulturada yig'ilasiz dedi. O'tdan dedi, prezidentni anaqasi bilan dedi, avtobusda dedi, kirib borasiz dedi. Ertalab 5 da Dom kulturaga borib turibman. 5 da ertalab. Hali hech kim kelmagan, viloyat deputatlari, boshqa deputatlar, anaqa senatlar kiradiganlar hali hech kim yo'q. Kechasi Zokir Almatovga telefon qildim. Zokir aka dedim, men viloyat hokimi aytayapti, tuman hokimi kirarkansiz, faqat gapirmay o'tirgansiz dedi. Olimboy, Toshkent viloyatida sendan boshqa kim qoldi? Sen gapirmaganda kim gapiradi? O'rtoq prezident anaqa savol bormi, anaqa qilganda chiqib ketaver dedilar. Bos dedim, men o'zim ham shu yerda bo'laman dedi. Zokir Almat qo'yni tozaladi, mana qo'yni toza odam. Endi kechasi gaplashdim Zokir Almat bilan. Keyin Ismat Xushib qo'yapti. Olim aka dedi, prezident kelayotgan ekan, kirasizmi dedi. Men kiraman dedim Ismat Xushib. Men kiraman dedim. Zoir To'rich bilan gaplashdim. Men kirmasam kim kiradi dedim, deputat bo'lib dedim. Endi ertasiga soat 5 da o'g'lim men kechasi bilan prezident keladigan joyi anaqa uncha-munchasi narsa qo'yib qo'ymasin, xavfsizlikni saqlash kechasi bilan o'tdim. Ichki ishlar, milliy gvardiya, xavfsizlik billa o'sha yerda uxlamay prezident keladiganini kuzatib chiqdik. Keyin ertalab uyga kelib, soqollarni olib, yuvinib, kostyum-shimni kiyib, galstuk taqib deputatskiy
anaqamga chiqib Dom kulturaga keldim 5 ta. Endi qarang bu yoq. Mana kim xoinlik qilyapti, kim sizga bilib olaysiz qo'l ostingizda ishlayotganlar. Siz menga ishonasiz. Ertasiga soat 5 da o'g'lim bilan chiqdim. Soat 7, 8, 9larga endi odamlar yig'ildi, avtobuslar keldi. Keyin O'rkatdel kechasi bilan telefon qilgan, menda turibdi yozuvlari. Olim aka, пригласительниz bor. O'sha yerda beramiz Dom kulturada dedi. Dom kulturada men пригласительniga kiryapman, hammadan birinchi kirsam, to'xtang deydi, oliy majlisdagilar, viloyatdagilarga beraylik, keyin sizga beramiz dedi. Пригласительni turibdi dedi. 1 soat kutdim, 2 soat kutdim, mayli mehmonlar olsin-da, keyin menga berar desam, пригласительlar bor edi, qo'limga berishmadi-da. Qibray tuman hokimiga mana Mirazam bilan gaplashdim. Mana Mirazam shundan keyin uchib ketdi. Kecha yig'lab gapiryapti. Olim aka dedi, "Meni aybim yo'q" dedi. Butun 22 ta Toshkent viloyatining 22 ta tuman hokimlari aytibdi, "Yaramasmisan Mirazam? Bu eng faol brat olim aka kirmasa, prezidentga masalani qo'ymasa, bundan boshqa chichqoqlar" dedi. Hammasi og'zini bekitib o'tiradi, duxi yo'q, gapira olmaydi prezidentga. O'rnidan tura olmaydi. Ular mana shu xiyonat qilib Toshkent viloyati uchun mana shu olim aka kuyib pishib gapiradi-yu. Kechasi Zoir Toyirich so'z bergan, ertasiga meni aldayapti. Yosh bola qilib. Men senga yosh bolamanmi Zoir Toyirich? Bu yerda siz aldadingiz meni. Keyin пригласительni Mirazamga aytibdi Zoir Toyirich. Olim akani kiritmanglar, пригласительni olib qo'yiladi, kirmasin u. U babi so'zga chiqib ketadi, mikrofonni olib, o'rtoq prezident, mamlaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti. Toshkent viloyatining muammosini, paxta plani bajarilmaganini, pilla-pillarni bajarmagan, bug'doy hammasi qo'shib yozilayotgan, hammasini olim aka aytib qo'yadi deb kiritishmi Zoir Toyir Mirazam yaqinda aytdi mana, yaqinda aytdi. Yig'lab turib gapirdi. Nimagaki 22 ta Toshkent viloyatining hokimlari aytibdi, Mirazam yaramas, bizda qani 22 ta tumanimizda shunaqa olim akaga o'xshagan jonkuyar deputat bo'lsa, boyovoy brat bo'lsa, sen nimaga kiritmading desa, yig'lab aytibdi olim aka. Olim akam xafa bo'lmasin, olim akam haqiqatan xalq uchun kuydi pishti qiladilar. Xalqqa muammosini ko'tarib chiqadilar. Xalqqa muammosini yechmaguncha meni ham quvlab beradi, viloyat hokimini ham, senatda ham, bosh vaziri ham quvlab beradi. Bu olim akamda ayb yo'q. Olim akam пригласительni bor. Zoir Toyirich menga topshiriq berdi. Olimni qurit пригласительni kirmasin deb. Haqiqatda kechasi Zoir Toyirich menga so'z bergan. Mirazam so'z bergan. Ertalab Dom kulturada beriladi. O'rkatdelli ham gapi bor. Zoir Toyirich ham Mirazamning gapini yozib olganman. Zoir Toyirichning ham gapini yozib olganman. Ertasiga hammadan birinchi kirsam, olim aka пригласительниz bor. Mana O'rkatdel aytgan, qayerda o'tirishingiz, nima qilishingizni men hozir beraman. Oldin viloyatdagilarga, respublikadagilarga berib yuboraylik. Keyin dedi, sizga beramiz dedi. Korоче, o'sha 5 ta ertalab borgan bo'lsam, soat ketgunicha meni пригласительnimni berishmadi. Keyin nima deydi? Пригласительni siznikini kimdir olib ketib qoldi, yo'qoldi. Menga qara, u yerda tekshirib beriladi, pasport bersizlar, prezident oldiga kiryapsizlar. Bu muttahamlik, bu kim topshiriq berdi desam, unisi bu yoqqa qochdi, bunisi bu yoqqa qochdi. Viloyat O'rkatdeli bu yoqqa qochdi. Kecha so'z bergan viloyat O'rkatdeli hammasi shartta qochib ketdi. Keyin avtobusga chiqayotganda ichki ishlar, xavfsizlik, prezident administratsiyasidagi olim aka dedi, chiqyapti o'ziga пригласительni bo'lsa ham biz olib kirib ketamiz dedi. Yo'q, sizlarga gap deb qo'ymasin, пригласительni kirish kerak. Bu prezident oldiga kiryapmiz. Men bu muttahamlarni dabdala qilaman deb ijtimoiy tarmoqqa chiqarsam, uncha-muncha Zoir Toyirich trollari, anaqalari olim aka viloyat, Toshkent viloyatini sharmanda qilmang. Baraka topgur. Meni sha'nim, oilam, qadrim. Men bir kun oldin Facebookda aytdim, prezidentimiz yetib kelyapti, Xudoga shukr, masalani qo'yaman. Xudoga shukr viloyatga kelyaptilar, shu viloyatga pul olib kelyaptilar, viloyatga shu iqtisodni ko'tarish uchun, ishsizlikni yo'q qilish uchun bor masalani men gapirmasam kim gapiradi deb chiqsam, пригласительnim yo'q. Zoir Toyirich abishat qilgan, Mirazam abishat qilgan. Bu yoqdan meni пригласительnimni o'g'irlab olib chiqib ketishgan. Yo'q. Meni sha'nim, qadrimmi? Zoir Toyirich, nima haqqingiz bor meni bunaqa qilishga? Kelgandan beri siz aldayapsiz Toshkent viloyati xalqini.
siz Toshkent viloyati xalqini, deputatlarini hammasini siz bitta gapiradiganini chop tashlayapsiz, faqat jim o'tiradiganlarni qo'yasiz. Bu ham mayli. Bu ham mayli. Bu ham mayli. Keyin sizni oldingizga kira olmayapman, telefonni yana uzib tashladingiz. Ijtimoiy tarmoqqa yana chiqsam, bosh vazir siz to'g'risida chiqsam, Xorazmdan turib telefon qildingiz. Olim aka, hamma tanqidlaringiz, paxtani qo'shib yozish, bug'doyi, pullarni qo'shib yozish, hammasi to'ppa-to'g'ri. Meni tumandagilar aldayapti, tuman. Siz viloyat hokimisiz, sizni ularni kelib deydi, hammasini olib tashlayman. Baraka topkir, ularni olib tashlash emas. Siz viloyat hokimisiz. Siz bitta topshiriq, sizni topshirig'ingiz bitta narsa bo'lmaydi. Siz bitta pullarni qo'shib yozsa, bug'doyi, paxtani qo'shib yozib, prezidentimiz xalqimiz aldasa, bu sayuz mahal deydi, bu qo'shib yozish, qo'shib yozish uchun nechta viloyat hokimini olib tashladilar prezidentimiz. Shular sizga saboq bo'lmadimi? Nima qilasiz qo'shib yozib? Bu ham mayli. Olim aka, qo'ying. Men anaqa nima masala? Men o'zim xalqqa beraman. Men prezidentga aytishingiz, chiqib ketishingizni bilib, uncha-munchasi qo'rqib ketdi, o'sha uchun priglasiyatingizni o'g'irlab ketdi. Men aytdim, siz dedim, kecha so'z berasiz, viloyat hokimini, viloyatda siz otasiz dedim. Viloyatda anaqasiz dedim. Sizni topshirig'ingiz bitta narsa qildi. Mana Mirazam hammasini bo'yniga oldi. Mirazam aytdi, olim akani dedi, men kirgizganim yo'q dedi. Olimni priglasiyatini olib qo'yib, olim akani deputatni kirgizmaydi. U so'zga chiqib ketadi, prezidentga masala qo'yadi. Bizani ko'timizni ochib tashlaydi deb kiritmadingiz. Ha? Nimaga bunaqa qilasiz, Zoir To'yirich? Mana endi migratsiya agentligi anaqasiga avgustda meni chaqirdingiz. Shu bo'yi avgustda men zo'rg'a sizni tutib oldim. Kirib bordimda, nima dedingiz? Olim aka, 24-yil men viloyat va oliy majlisga deputatlikka qo'ydim. Nimagaki 19-yildan 24-yilgacha xalq meni tanidi. 300 mingdan oshiq podpishkim butun xalqni muammosini, masalasini yechib, xalqqa nazariga tushdim. Prezident qarorining ijrosini ta'minlayman deb tuman hokimini sessiyaga qo'yib hammasini, viloyat hokimini, senatni, bosh vaziri men quvlab yurdim. To'g'ri qildim. Men o'zim uchun so'ramadim. Men bu yerda Mozor ko'chani yo'l qilish kerak. Biz deputat bo'lib so'z berganmiz. Buni tuman hokimi bajarmasa, viloyat hokimi bajarmasa, men senatga tanzimlanar bosh vazirga chiqaman. Bo'yicha pulni tushirib, o'sha pulni topib berganda biz aslo endi bitta iltimosim bor edi. Bularni ham mana shu bayram oldi ozgina taqdirlash kerak. Nimagaki odamga anaqa beradi. Mana menga berdi. 24 soat dam olmayman. Ham urishanlar, ham yoninglarda turadilar. Men o'shanga aytayman, iltimos ozgina e'tibor berilsa, bir odamda anaqa bo'ladi deb. Iltimos qilasiz, senatsiz. Bu katta kuch. Haqqim bor. Ular kelib xabar olib turish kerak. Deputat shuning uchun 200 kilovat svet oshib ketyapti. Suv narxini oshirishyapti. Buni qilmaylar, xalqning noroziligi olib keladi. O'zi radarni o'zi mana shunday yashashyapti xalqimiz. Bu xalqimizning noroziligini olib keladi. Davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib keladi. Odamlar 700 ming pensiyaga, 1,5 million oyligiga bir oy yashashyapti. Nimaga sizlar viloyatdan bunaqa qarorga qo'l qo'yishga deputatlarga topshiriq beryapsizlar? Topshiriq berilmaydi dedim. Mana prezidentimiz zo'r qaror chiqardilar, lekin buni o'ziga qaratib olishyapti. Hokim ham deputat, ham deputatlarni kotibi, ham majlisni o'tkazadi, ham o'zi buyruq beradi, o'zini kamchiliklarini o'zi bekitadi. Yo'q, hokimlarni, tuman hokimi, viloyat hokimini olib tashlash kerak. Mana viloyat hokimiga kotiblik berildi. Kim saylandi? Xo'p bo'ladi degan opani saylashdi. Hokim, viloyat hokimi nima desa, shuni qiladi. Prezident buning uchun bermadi-ku vakolatni. Deputatlar отдельный bo'lish kerak. Kerak bo'lsa tuman hokimini, viloyat hokimini xalqqa manfaati uchun, prezident qarorini bajarishi uchun sessiyani bajarmagani, valomatlarni oyog'i yerdan uzilganlari kerak bo'lsa ishdan olib tashlash, viloyat hokimini, tuman hokimini olib tashlash masalasini qo'yish uchun kotiblarga katta imkoniyat berdi. Kotib kim saylanyapti? Xo'p bo'ladi, hokim odami saylanyapti. Hech narsa o'zgargani yo'q.
qarorni yaxshi chiqarib berdi prezidentimiz. Bundan buyog'iga tuman deputatlarning raisi, viloyat deputatlarini, oliy majlislarni o'sha anaqasini viloyat hokimi, tuman hokimi bo'lish kerak emas. Bular o'zini o'zi ham anaqa qiladi. Ham qaror chiqaradi, ham ijroni bekitadi. Nima keragi bor? Viloyat hokimini ham, tuman hokimini ham hisobotda bo'lish kerak. Paxta planini bajarganini viloyat hokimi kelib, qani hisobot bering, Zoir Toyirovich deb biza savolli masalani qo'yishimiz kerak. Tuman, viloyat, oliy majlis deputatlari. Bundan bizani mahrum qilib qo'yapti-ku. Bu monopoliya qo'yapti-ku, viloyat hokimi, tuman hokimi. Masalani qo'yamiz, tuman, viloyat hokimi bajarmayapti, biz ularni deputatlar majlisga qo'yib, ularni ishdan olish, ogohlantirish, oyligini kesib tashlash masalalarni qo'yishimiz uchun biz deputatlar ishlashimiz kerak. Ana 200 kilovat chiqarib xalqning noroziligini olib kelsa, radarlarni puli balon bo'lsa, xalqning noroziligini olib kelsa, gaz, svet aholiga yetib bormasa, gaz zapravkalarda 2 kunlab, 3 kunlab xalqning noroziligini olib kelayotgan senatni, tuman hokimini, viloyat hokimini, mashinga mas'ul odamlarni bosh vaziri biza kelib chaqirib olishimizga shu uchun vakolat berildi. Prezidentimizga taklif tuman hokimi, viloyat hokimlarini senatlikdan va deputatlar raisidan olib tashlash kerak. Va o'tga xolis, mana Rasul Qo'shirboyevga o'xshagan, Jahongir To'laganovga o'xshagan, Feruza Jo'rabekovga o'xshagan, Olim Sulaymonovga o'xshagan deputatlarning kotibi bo'lish kerak. Kengash raisi bo'lish kerak. Kengash raisini gapiradigan, xalq haqqini talab qiladigan, prezident qarorining ijrosini ta'minlaydigan, masalani qo'yadigan deputatlar o'sha anaqa bo'lish kerak. Tuman kotib raisi bo'lish kerak. Bu kotib raisini kim qo'yapti? Viloyat hokimi qo'yapti. Gapiga kiradigan, aytganini qiladigan, xo'p bo'ladigan. Nima keragi bor bu? U ham maylim. Migratsiya shuncha masalalarni qo'ydim, Zoir Toyirovich dedim. Prezidentning oldiga siz kirgizmabsiz dedim. Sizni topshirig'ingiz bilan dedim, mani anaqamni anaqa qildingiz dedim. Endi Olim aka keling dedi, kelishib olamiz, aka-ukamiz, men sizdan 4 yosh kichkinaman, men sizni akam deganman. Jon aka kechiring meni dedilar-da. Men ijtimoiy tarmoqqa chiqaray desam, olib qo'ying. Mana shu narsani chiqarmang, bu Toshkent viloyatini sharmanda qilmang, meni sharmanda qilmang dedi. YouTube'dan shuni bekitib qo'ydim, yaxshi o'chirib tashlamadim, olib qo'ymadim. Yalinib anaqa matbuot Bekzod Qobulov, unga bir tinga olmadim. Zoir Toyirovich bosh vazir iltimos qilibdi, olib qo'ydim. Lekin yaxshi o'chirib tashlamagan ekanman. Bildim, bir aldagan odam yana aldaydi dedim. Ishonmadim Zoir Toyirovich. Endi Olim aka shularni olib qo'ying dedi, boshqa qiling dedi. Siz halol odamsiz. Toshkent viloyati uchun bitta siz bong uryapsiz. 300 ming, 400 mingdan oshiq podpischikingiz bor, milliondan oshiq odam ko'ryapti. Eng kuchli jurnalistsiz, blogersiz, santaj qilmaysiz, pul evasiya qilmaysiz, boshqa narsa qilmaysiz. Aka dedim, migratsiya bo'yicha ishlayapsiz dedi. Migratsiya bo'yicha qo'yaman, qamalganlarni, chet elliklarni yordam qilib keldingiz. Rossiyaga borib olib kelib operatsiyalar qildirdingiz. Amirlikni yotibga kirib, ordenlar oldingiz, mana prezidentdan, mendan. Keling dedi, Olim aka sizni dedi, anaqa migratsiya agentligi rahbari qilib qo'yaman dedi. Lavozimni. Anaqa deputatlikka, Toshkent viloyati deputatligiga va oliy majlisga qo'ydim bu yil. 24-yil avgustdan oldin qo'ydim men. O'zimni, Uzlidib partiyadan, prezidentimizning partiyasidan xalq qo'yiladi dedi. Oliy majlisga ham sizni saylaymiz dedi, viloyatga ham saylaymiz dedi. Men qo'ydim, deputatlikka qo'ydim. Uzlidib partiyadan nimagaki xalq meni saylaymiz dedi. Negaki auditoriyam ham katta. 300 mingdan ortiq odam meni orqamda shunchalik odam podpishchi. Bu uncha odam orqasida podpishchi bo'lmaydi. Demak, men xalqning dardini yechiryapman, xalq o'yman, xalqqa haqqini olib beryapman. Yetimlardan xabar olaman, uysizlardan 3 ta uysizlarga uy olib berdim. 7 ta yetimni uylantirdim. Mana shu koronavirusda boshqada uyma go'sht, pul tarqatdim. Hammasi deputatlik faoliyatimda xalqqa tanildim. Allohga ming qatira shukr. Menga nafaqat Toshkent viloyatidan, Qoraqalpoqdan, Andijondan, Surxondaryodan, Samarqanddan, Respublika Andijon, Namangandan kelishdi meni qidirib.
men faqat tuman deputati bo'lib tanildim. Tuman deputati bo'lib mendan Namangandan, Marg'ilondan, Andijondan, Qoraqalpoqdan, Samarqanddan, Buxorodan hamma keldi menga. Hokimiga telefon qilaman, mashta turib ishini hal qilaman. Mashta turib, mana shu aholingiz keldi, fuqaroingiz keldi desam, viloyat hokimi hammasi telefonni oladi. Rahmat deydi. Mana ular bilan hamkorlikda ishladik. Olim aka o'sha 14 ta viloyat hokimlari, viloyat hokimi aytdi. Olim aka dedi, prezidentning oldiga kirmaslik, siz deputatsiz kirishingiz kerak edi. Zoir Toyirich buni sizni kiritmagan dedi. Zoir Toyirich bilan dedi, o'sha Zoir Toyirich siz sirini, mana bu yolg'on gaplarini, qo'shib yozishlarini, xalqning noroziligini va prezidentga masalalarni qo'yishingizni bilib sizdan qo'rqib kiritmadi. Mana Andijon hokimi ham aytdi. Butun 14 ta viloyat hokimi menga telefon qilib aytdi. Sizni dedi, Zoir Toyirich kiritmadi dedi. Nima haqqingiz bor meni aldashga? U ham maylim. Mana endi migratsiya agentligi bo'yicha ishladim, migratsiya bo'yicha, mana shu migratsiya lavozimini beraman dedilar. Avgustda Olim aka dedi, siz dedi ishlayapsiz dedi. Migratsiyani tushunasiz dedi. Mana Rossiyaga borib nechtasini qutqarib kelyapsiz, nechta qamalib qolganlarni aniq qilyapsiz, yordamga muhtojlarni yordam qilyapsiz, operatsiya qiladiganlarni O'zbekistonga olib kelyapsiz, O'zbekistonga olib kelib ish joyi betga ishga kiritib qo'yapsiz. O'shalarni butun viloyatni muammosini hal qilyapsiz Olim aka dedi. Sizga dedi migratsiya lavozimini bersa eplardingiz dedi. Eplayman dedim. Eplayman dedim. 2024-yil 13-avgust kuni Zoir Toyirich meni 12-avgustda chaqirdilar. Olim aka dedi, anularni internetdan olib tashlang dedi, anu negativ prezident ko'rib qolsa hozir olib tashlaydi. Meni ham bosh vazir ham olib tashlaydi. Jon aka, Abdulla Oripov ham choy qilib beraman deyapti. Abdulla Oripov ham iltimos qildi. Jon aka, anu negativlarni olib tashlang. Men ham bosh vazir ham Abdulla Oripov ham ketib qoladi dedi. Men erkakman. Erkakcha gapiryapti dedim Zoir Toyirichga. Ishondim. Oldilarida agar siz gapirsangiz dedim, siz agar aldamasangiz dedim, olib tashlayman dedim. O'chirmadim, olib qo'ydim. Yaxshi qilgan ekanman. Mana ertadan chiqaraman. Hamma narsani bu santaj emas, boshqa emas, bu fakt. Menga azob bergani uchun, meni aldagani uchun Zoir Toyirich. Keyin Olim aka zo'r jurnalistsiz dedi. Mana Mahmudga men hamma Qobul Bekzod Qobulovga ham, Mashtiga anu ishsiz yurgan namanganlik bolaga ham, shoir bolaga ham hammasiga hammasiga men pul to'layapman dedi. Qatdan pul to'layapsiz? Nima ishingiz bor dedi. Shartnoma qilaylik dedi. Men bu narsalarni anaqa negativni yoritmaysiz deb pozitiv meni maqtab chiqarib urasiz dedi. Qanaqa ekan bu xoinlik bo'lmaydimi prezidentimizga, xalqimizga desam, yo'q, men qilgan ishimni, yaxshi qilgan ishlarimni ko'rsatib borasiz dedi. Xo'p dedim. Shartnoma tuzing dedi. Shartnoma 20 milliondan oylik to'layman dedi. Har bitta maqolangizga dedi. Bu hamma davlatlarda, bu hamma yoqda bu qilingan dedi. Bu noqonuniy bo'lmaydimi desam, yo'q, aka dedi. Bor narsani yoritasiz, o'zingiz borib ko'rasiz, o'zingiz ko'rgan narsangizni men yoritaman, o'sha bitta qilgan ishimni yoritib urasiz. 20 milliondan shartnoma qilasiz dedi. 10 milliondan 3 oy to'ladi. Bo'ldi, u yog'im to'lamadi. Bitta ham aldaladi Zoir Toyirich. Lekin antigi tanqid qilmay yozadigan trollari, maddohliklari har oyda oylik olyapti. Hozir Zoir Toyirichga bitta narsa desam, sразу trollarlar atakaga o'tadi. Men qo'rqmayman. Xalq ko'rib turibdi. Na ularni podpishiga bor, na orqasida odami bor, na odamlarni, na hurmati bor, na boshqasi bor. Kim asosli tanqid qilsa, trollar komandasi tushadi. Bu pulni olib qo'yish kerak. Bunaqa pulni haqiqiy jurnalistga, prezident qarorini ijrosini ta'minlaydigan, haqiqatni xalqni himoya qiladigan, xalqning dardini ko'tarib chiqadiganlarga, blogerlarga to'lash kerak. Jurnalistlarga. Nimaga trollarga to'lanadi? Bitta ish qilayotgani yo'q. Qani tanqidi kechani tappi qilayotganini qani ko'rsatsin. Shoir bo'lib yozsin. Matbuot kotibi qani antigi uyini buzib, snos qilib pulini to'lamayotgan viloyat hokimini ko'rsatsin, tuman hokimlarini ko'rsatsin. Nimaga negativ ko'rsatmaydi? Negativ ko'rsatmay, faqat trollik qilib, viloyat hokimiga yopsa, xuddi erini qizg'anganday dab qiladi. Ofis Rasul Qo'shirbayev, Jahongir To'laganovni, faol jurnalistlarni, blogerlarni, faol deputatlarni obro'sizlantirishga hujumga o'tishadi. Ana shuning uchun bular pul olyapti. Bu harom emasmi?
Men hech kimdan qo'rqmayman, pulga ham sotilmayman, boshqa ham qilmayman. Menga lavozim bersa, men tanqid qilaman. U ham maylim. Olim aka dedi. Bu yerda ham aldadi. Keyin olim aka dedi. Bitta ikkita negativ chiqaribsiz dedi. Boshqa qilib dedi. Ya'ni trollari menga spam beryapti. Avtorskiy. Toshkent viloyati hokimini ma'nu haqiqatan yaxshi qilgan ishlari 1 million, 1,5 millionga chiqib ketdi. YouTube'imga anaqa spam berishdi. Avtorskiy. Toshkent viloyati hokimi prezidentga yo'qmasa viloyat hokimini avtorskiy berishga haqqi yo'q. Bular o'tirib avtorskiy beryapti. Men ham ahmoq emasman. Men videoga olganda ishlov berganman. Men bunday qilib deputat bo'lib turganim, bunday qilib orden, men bunday qilib prezidentimizning rasmi, men bunday qilib Zoir To'rachchi bunga ishlov berganim uchun bir kunda o'chirib yuborishdi anaqa qilib. Bir kunda o'g'limga ming rahmat. Aytishnik, men ham o'zim aytishnikman. O'g'lim ham YouTube'ga biza qarshi ariza berdik. Bir kunda o'chirgan bo'lsa, bir kunda tiklab oldik. Nimagaki u yerda avtorskiy bera olmaydi. Biza ular bergan videosiga biza ishlov berganmiz. Ishlov berganimiz o'sha chisti ulardan olib qo'ymaganimiz o'ziga esa men Bekzod Qobilov o'zi tashab turdi, Zoir To'rachchini tashab turdi. Men shu videoni o'zimni Olim Sulaymonov YouTube'imga qo'ysam 1,5 million, 2 million bo'lib ketdi-da, qarang nonko'rlik. Zoir To'rachchi men yoritib beryapman-da. Toshkent viloyati hokimini anaqasi nima edi ana YouTube kanali men Toshkent viloyati. Viloyat hokimi avtorskiy beryapti. Prezidentni mana matbuoti videosini chiqarsak avtorskiy bera olmaydi. Bu davlat. Viloyat hokimini anaqasi avtorskiy bera olmaydi. Lekin beryordi, bir kunda meni YouTube'imni o'chirdi, ertasiga kulishyapti. Ha, olim aka, qalaysiz deyapti. Iye? Ko'rdingizmi, katta qurol. Bular muttaham bilan aldashyapti. Olim aka sallaga jinni emas, meni otimni olim deb qo'ygan ona. Aqlli. Mana mashina Sherzod Asadov bilsin, mashinga chora ko'rilsin, tekshirsin, Shotniy palata qanani trollarga qaysi puldan to'lab beryapti. Xalqqa budjetni pulini. Shotniy palata shuni tekshirsin. Bu uchun bermadi prezidentimiz pullarni, mablag'larni. Endi maylim, migratsiya agentligiga keldim. Olim aka migratsiya agentligida dedi, 22 oktyabrgacha dedi, saylovga qo'yibsiz dedi deputatlikka. Oliy majlis bilan viloyat deputatligiga qo'yibsiz. Olim aka deputatligiga qo'ymayin dedi. Keling meni yonimda aka-uka bo'lib ishlab yuraylik. Migratsiyani eplab Men sizga migratsiya agentligini 2024-yil 12-avgustda chaqiryaptilar-da meni. Shanba oddiq. 12 va 11 bo'lishi mumkin. 2 kunning ichida dedi sizga dedi tavsiyanoma Bekzod Anvarovga tashab dedi. Siz dedi migratsiyani eplayotganingiz uchun migratsiya agentligining rahbari qilib lavozimini beraman dedi. Yana aldab ketmisizmi Zoir To'rachchi, ani prezident oldiga kiritaman deb boshqa qilib. Yo'q, olim aka, mana hozir oldingizga telefon qilaman deb, hozir tavsiyanomani chiqaraman dedi. Men tavsiyanoma turibdi. 13-avgust 2024-yil haqiqatan tavsiyanoma Bekzod Anvarovga bordilar. Bekzod Anvarov besedadan o'tdim. Bekzod Anvarov xursand bo'lib ketdilar. Olim aka, migratsiyani o'zi portlatyapsiz, ishga kirmasdan. Siz kelganingizga biz xursandmiz. Juda kuchli komanda. Biza gapira olmaydigan gaplarni gapirasiz. Siz haqiqatan migratsiyaga yordam qilyapsiz. Migratsiyani tushunasiz. Mamutda nechtasi ishlagan bilan bittasi tushunmaydi. Siz juda xursandmiz dedilar. Bir kunda qo'l qo'yib berib ana qildi. Yana Zoir To'rachchi aytdiki, olim aka dedi, siz dedi viloyat deputatligiga, oliy majlisga deputat qo'ygan bilan dedi, o'sha 60 million, 70 millionni men betdan qilib beraman dedi. Qanaqa qilib berasiz? Oyligingiz 60 milliondan kam bo'lmaydi. To'g'ri. Migratsiya agentligiga kelganimdan keyin avgust oyi bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabr 3 oy 60 milliondan oldim. To'g'ri. Oyligim 60 million tushdi. Shunaqa yotib ishladim, shunaqa duo qildim prezidentimizni Zoir To'rachchi ishladim. Ishlaganda ham yondirib ishladim. 22 ta tuman hududda qoldirganim yo'q. Ana ishsizlarni o'zim qidirib keldim, o'zim topib keldim. Buni men ishsizlarni topib kelganim bilan migratsiya agentligi ish beruvchi chet el bilan shartnoma tuzadi. Germaniyaga, Angliyaga, Koreyaga, Rossiyaga faqat
migratsiya agentligi Toshkent viloyatidan chet elda ishlash istagilarini qonuniy xavfsiz men yig'ib beraman. Faqat migratsiya agentligi Bekzod Anvarovich respublika jo'natib beradi. U yoqdan eng katta logotani oldim. Nimaga oldim? Toshkent viloyatiga prezidentimiz tashrifida 157 ming chet elda ish qidirib qizlarimiz, yoshlarimiz sarson sargardon qamalib qoldi, o'lib qoldi. Sen qanaqa yuribsan deb Zoir Torishga tanqidiy keldilar. Safar kelganimizda har bir tuman, har bir shaharda rivojlanishi nima bo'ladi? Nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak degan kundalang savol turadi. Bugun sizlar bilan uchrashuvimdan maqsad Toshkent tumani misolida ishsizlikni yo'q qilish, chet eldagi bo'lganlarni qaytarish, viloyatda bo'lgan 62 ming aholini kambag'allikdan chiqarishga Toshkent viloyati tajribasi nuqtai nazardan menga aytib berishdi. Mana 157 ming aholi chetda yuribdi Toshkent viloyatida. Meni eng katta maqsadim ular agar 1,5 ming, 2 ming dollar olsa, nur ustiga nur ularga ko'makchi, yelkadosh bo'lamiz. Lekin undan kam oylik olsa, o'zimizda sharoit yaratib ishlatsak, men o'ylayman ana shunda adolatli tizim bo'ladi. ichida ishsiz bandligi ta'minlanmagan. Yolg'ondagi ta'minlangan degan yamitidan tekshirsa, soliqdan tekshirsa bittasi oylik olmagan. Hammasi peripiska. Qo'shib yozish. Paxtani qo'shib yozding, pullarni qo'shib yozding, bug'doyni qo'shib yozding. Endi bandligi ta'minlanmaganlarni qo'shib yozib nima qiladi? Mahallada ishchi joylarni ta'minlash kerak. Mahallada odamlarimizni rozi qilishimiz kerak. Mahallada kambag'allikni qisqartirishimiz kerak. Balandparvoz gaplar, raqamlar emas, odamlar bilan bevosita uyga kirib muloqot qilishimiz kerak va eng asosiy o'shandan keyin Zoir Torish dedim. Men bu ishga o'tsam dedim, qo'shib yozmayman dedim. Ishga ketganini, samolyot chiptasini, familiyasini, qaysi tumandan, 22 tuman shahardan familiyasi, ismi va samolyot bilet migratsiya agentligini xavfsiz, qonuniy chet elda ishlash istagi ketayotganlarni shartnomasi asosida biletni kelgandan keyin aeroportdan o'zim kuzatgandan keyin shuni beraman. Boshqa odam menga dedim pistolet tirasizlar qo'shib yozmayman. Nimagaki bu uchun prezidentimiz qat'iy tanqidiy chiqdilar va Valiyev ham, bosh prokuratura ham, ichki ishlar ham qattiq turdi, qo'shib yozsanglar dedi, jinoiy ish qo'zg'aymiz dedi. Men har kuni ming rahmat prokuraturaga, mana prokuratura Nig'matullo Yo'ldashevga, Valiyevga va ichki ishlar vaziri hammasi yana anu yaxshi ishlaydigan bor edi-yu. Abdullayev Bekmurotovga juda vijdonli odam ekan. O baraka topkinlar. Shu maqalgacha qo'shib yozdik, mana xatlarda ko'rdik. Borsak VMTda ham, YAMTda ham kartasiga ham oylik tushmagan, ish bitirmagan, o baraka topkinlar. 10 ta bo'lsa ham, 100 ta bo'lsa ham, 1000 ta bo'lsa ham samolyot chiptasi o'sha ishga joylashgani, aeroportdan jo'natganinglar faktiski tumanning ichida bandligi va oyligi tushayotganini YAMTdan, soliqdan bilsakkina orqasiga shu asosi bilan berasizlar dedilar. Qolganini qo'shib yozmanglar dedi. Otasiga rahmat Valiyevga, Nig'matullo Yo'ldashevga, davlat xavfsizligiga va Abdullayev Bekmurotovga ming rahmat. Aqlli, o'shani prezident maslahatchi chiqib qo'yish kerak Bekmurotov. Valiyev ham juda yaxshi. Valiyev yig'ilishidan keyin mana har bitta yig'ilishdan keyin, prezident selektoridan keyin, bosh vazir selektoridan keyin, Valiyev yig'ilishidan keyin bizga ko'rgazmalar, migratsiya agentligi, bandlik rahbarlariga, migratsiya agentligi menga topshiriqlar bergandan keyin Valiyev va ichki ishlarni hammasini o'sha selektor tugagandan keyin muhokamadan keyin yana qolamiz. Qolib, ming rahmat mana Toshkent viloyati o'sha yerda prokuror, Toshkent viloyatining prokurorining birinchi o'rinbosari familiyalari Mullajonov. Mullajonov o'g'illari ekan, juda halol ekanlar. Olim aka dedi, hammang eshitib olalaring dedi. Olim aka dedi, bundan buyog'iga dedi, yolg'on ma'lumot beradimi, bandligi ta'minlanmadimi, ish joyiga joylamadimi, mikrofon tuting dedi. Olim aka shundan mikrofon tutib dedi, hammanglarni haqqoniy ishlashingiz uchun dedi, mana shu mikrofon tutadi dedi. Qani aldab ko'ringlarchi dedi. Bugungi dedi bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldashev, shaxsan Valiyev, Bahriddin Valiyev va ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdullayev Bekmurotovga juda yaxshi inson ekanlar. Juda menga o'xshagan vijdonli, Valiyev ham xuddi menga o'xshagan odam ekan. O'sha
yig'ilishdan keyin mana prokuratura zo'r ishlayapti. Ichki ishlar zo'r ishlayapti. Milliy gvardiya zo'r ishlayapti. Prezidentni selektoridan keyin vali bosh prokuror va ichki ishlarni yig'ilishdan keyin 1 soat o'sha yerda o'tirib, kim nima ish qilishini Mullajonov, Abduqohor aka mag'izlab shunda hammasiga topshiriq berdilar. Mana shunaqa odamlar ishlash kerak prezident oldida. Prezidentning oldida shunaqa maslahatchilar bo'lsin. Mana endi shundan qo'rqib ketgan, vahimaga tushib ketganlar, men lekin o'sha yerda taklif etdim. Biza dedim, haftada dedim, tanlov o'tkazib, oda 22 ta Toshkent viloyatida ishsizlarni yig'ib kelyapman o'zim dedim. Yig'ib kelib dedim, qaysi yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, ayollarimiz, qizlarimiz, yoshlarimiz meditsinskiy bitirgan, ingliz tilini biladi, rus tilini biladi, nemis tilini biladiganlarni ro'yxatini qildik, pasportini shakllantirdim. Yoshi kattalarni ham, yoshi kichkinalar hammasini qaytarmadim. Hammasiga ish topib beramiz dedim-da, migratsiya agentligiga topshiriq berdim. Nimagaki migratsiyani ham men ishlatyapman. Bekzod Anvarovich dedim. Kelgan odamni dedim, samolyot chiptasiga biletiga puli yo'q dedim. Viza qilishga puli yo'q dedim. Samolyotda uchib ketishiga va ishga borib ketayotganda dedim, ozgina puli bo'lish kerak. Borgandan keyin 1 oy, 2 oy ishga kirib, baka razрешение olguncha, suhbatdan o'tguncha, rus tilini topshirguncha, u yoqdan patent olguncha vaqt ketadi. Shu pullarini uyiga ham, bu yoqqa ham berib, keyin jo'natishimiz kerak. Nimagaki mana hozir 2 oydan beri yotibdi. 5000 rubl olib ketishgan, och qolib ketishdi. Ota-onasi menga zvont qilishyapti Rossiyadan. Boshqa qilishyapti. Mana shunaqa masalalarni to'g'ri qo'ydim. Hammasini daftarga yozib, taklif Valiyevga, bosh prokurorga, o'sha ichki ishlar hammasiga topshirdik. Ichki ishlar mana yaxshi ishlayapti. Prokuratura yaxshi ishlayapti. Prezidentimiz bergan topshirig'i, bosh vazir bergan topshirig'i, bosh prokuror bergan topshirig'i, ichki ishlar vaziri bergan topshirig'i negizigacha kim migratsiya bu bilan bandlik O'zbekistonga qaytib kelganlarni va O'zbekistonning ichidagi ish bilan ta'minlash bu bandlikka. Migratsiyaga menga chet elda ishlash istagi borlarni tilga o'rgatamiz, kasb-hunarga o'rgatamiz, biletini olib beramiz, patentini olib beramiz. Shu patentini tekin qilaylik, biletini tekin qilaylik, turar joyi, 3 mahal ovqatini gaplashaylik ish beruvchiga va ketayotganda samolyot chiptasini olib beraylik va o'zimiz shu yerdan kuzatib fakt qilib, bileti, familiyasi, shartnomasi orqali jo'natganimni beryapman hisobotini. Bir haftada 2 marta misolim. Например, oldingi yili 1000 ta jo'natgan bo'lsam, 1000 ta deb beraman. 100 ta jo'natgan bo'lsam, 100 ta deb prokuraturaga, ichki ishga, prezidentga men hisobotini beryapman. Bu yil например, yanvardan mana shu ishlaganimcha mart oyigacha, o'sha fevral oyigacha ishlagan bo'lsam, 200 ta jo'natgan bo'lsam, 200 ta beraman, undan oshig'ini bermayman dedi. Shunaqa desam, ikkita ishchimni viloyat hokimining birinchi yordamchisi Otabek Ravshanov va kotib kechgacha odamlarni ishga jo'natyapmiz, tanlov bo'lyapti, zo'n bo'lyapti. Ertalab 7 da kelib soat 8-9 gacha ishlayapmiz. O'sha ishsizlikni yo'q qilish uchun tanlovlarda qatnashtirib, odamlarni topib kelib, viloyatdagilarni ishsizlarni uyma-uy qidirib, uyga, ishxonaga olib kelib tanlovlar o'tkazyapmiz. Ishdan keyin men ketganimdan keyin soat 8-10 larda chaqirib olib, hokimiyatga qamab qo'yib, menga 100 ta, 200 ta bandligi ta'minlandi, chet elga jo'natdik, ish joyi yaratdik deb, meni 2 ta xodimimga bosim o'tkazib, hokimiyatga qamab qo'yib, ishdan keyin mashina olim aka bilmasin, hisobotda yozib bergin deb o'tgan ekan. Mana dedim. Kim aytdi buni dedim. Kim aytdi dedim. Meni o'zimni keyin chaqirib, menga ham aytdi, olim aka Zoir To'rich sizga bunaqa lavozim berdi. Keling, Zoir To'rich bu yil prezident keldi, tashrifidan keyin 157 ming ta, u yoqda 300 mingdan oshiq, bu yoqda 3 milliondan oshiq aholisi bor Toshkent viloyati. 3 milliondan 300 ming kamaytibdi dedi. 600 mingdan oshiq ishsiz, 1 millionga yaqin ishsiz dedi Toshkent viloyatida. Nima qilasizlar, men qo'limda ro'yxat turibdi dedim. Nimaga bandligi ta'minlamagan, men bandligi ta'minlatdi prezidentni, Toshkent viloyati xalqini Zoir To'rich aldashim kerak dedi. Yo'q, men bunga qo'l qo'ymayman va ishchilarimni ham olib chiqib keldim. Olib chiqib kelsam yana 3 marta olib kelibdi. Keyin nima deyapti ishchilarim, olim aka hokimiyat bilan kelishib ishlamasa, sizni o'rningizga chizib beradigan o'sha ketmagan odamni, bandligi ta'minlamagan sizni o'rningizga odam tayyorlashyapti dedi. Qani tanlab ko'rishsinchi dedim. Qani tanlab ko'rishsinchi dedim. Siraki Zoir To'rich
anaqa bosh vazir yig'ilishi bo'ldi, prezident yig'ilishi bo'ldi. Mana shu bo'yicha qattiq choralar qo'ydilar. Zoitovich orqasidan kirsam shartta chiqib ketyaptilar. Ana yana ikkinchi yig'ilishdan keyin Zoitovich oldiga bo'lsa anaqa Otabek Ravshanbekchi yo'limni to'syapti. Nima haqqing bor meni yo'limni to'sishga? Shartta keyin Zoitovich xonasiga kirib bordim. Xonasiga kirib borsam, "Yo'q, olim aka, obed qilmadim, choy ichmadim. Hozir yig'ilishdan chiqdim. Yig'ilishdan chiqdi, prezident topshiriq shu masala bo'yicha kelishib olaylik. Men hali 6-avgustda 13-avgustda ishga kirgan bo'lsam, hali bir marta ham oldingizga kirmadim. Lekin prezident aytayapti, bosh vazir aytayapti, prokuror aytayapti, viloyat hokimi, tuman hokimi ishsizlikni yo'q qilish masalalari bo'yicha migratsiya bilan birga ishlash kerak dedim. Meni masalalarim yig'ilib ketdi. Men 7 oy ishlanman, bir marta ham oldingizga kiritmayapti dedim. Dedim, bu migratsiya agenti hudud rahbari kira olmasa, sizga masalani qo'ya olmasam, masalani qo'yishimni bilib nima qochib yuribsizmi desam, xonalariga kirib borsam, ana yondigilar, "Yo'q, olim aka, lavozim olib, kerilib ketibsizmi? Sal bosh eging" deydi. Men bosh egadigan kelinmanmi dedim. Menga lavozim beradim, boshqa beradim, halol ishlayman. Bu prezident nazoratida, bu prezident qonuni. Prezidentni dedim qarorini ijrosini ta'minlashga hech kimning haqqi yo'q dedim. Bor yala qiladin, chiqib ket dedim. Sen o'zi pora bilan tushuvding, qanaqa qaytib kelding dedim. Davlat xavfsizligi anu pora bilan tushuvding dedim. Samarqandga hozir o'tib ketdi baxtingga dedim. Hozir eshitsa dedim, sirazi dedim, nimaga qaytib olgan to'g'risida Zoitovichga ham hozir chora ko'riladi dedim. Sen naq pora bilan tushuvding dedim. Nimaga endi bu yerda o'tiribsan dedim. Qarang, Zoitovichchi boshqa manaqalarning yonida meni kiritmayapti. Sen kimsan dedim. Yana ani prezident yig'ilishi, bosh vaziri yig'ilishida ani o'rkadinglar Ishxoningni 1000 tanga bo'ladi. Olim aka dedi, siz dedi ani ekranga ko'rinib qolmay, oxirida o'tiring, 5-qatorda, 10-qatorda dedi. Mana dedim. Men 1-qatorda o'tiraman dedim. Meni dedim tilim qisiri yo'q, pora olayotganim yo'q, pora evasiga ishsizlarni jo'natayotganim yo'q, sizlarga o'xshab pora uzatib yo pora olib o'tirganim yo'q dedim. Men prezident farmoyishini bajaryapman, halol ishlayapman, kutillarni tillatib, men endi ishlataman sizlarni dedim. Nimaga men orqada o'tirishim kerak dedim. Zoitovich bu yerda o'tiribdimi? Men 2-qatorda o'tiraman dedim. Men dedim, "Faolman, deputat bo'lganda ham men mana shunaqa bo'lganman" dedim. Nimaga dedim, prezidentga, bosh vazirga, rahbarlarga dedim, yalaqlik qilib dedim, nimaga meni ko'rsatmishlar dedim. Nimaga olim aka anaqa prezident yo bosh vazir maylim anaqa so'z bormi, taklif bormi, chiqib ketadigan odatingiz bor, chiqib ketmang dedi. Men chiqib ketaman dedim. Savol bormi, muammo bormi? Qani prezidentimiz yig'ilishidan keyin aytadilar dedim. Nimaga men gapirmashim kerak dedim. Kimdan qo'rqaman dedim. Buni prezidentga aytmasam, sizlar qilmayapsizlar dedim. G'aflat uyqusida dedim. Ketmagan odammi, 100 mingta odammi bandligi ta'minlandi, ish bilan ta'minlandik deb yozib bergin deyapsizlar. Men pistolet tirasini ham yozib bermayman. Oldingi yili 1000 ta jo'natgan bo'lsam, 1000 ta yozib beraman. Bu yil 200 ta jo'natgan bo'lsam, 200 ta jo'nataman desam, olim aka hokimiyat bilan kelishib ishlamasangiz, xo'p bo'ladi deb chizib beradigan, yozib beradigan, bizani aytadigan odamni qo'yamiz dedi migratsiyaga. Qo'yishing qo'y, zato men dedim, sizlarni dedim jinoyatchilarga sherik bo'lmayman dedim. Vijdon bilan kelib, sharaf bilan kelib, sharaf bilan ketaman. Sizlarga o'xshab jinoyatchilarga qo'shilib, paxtani qo'shib yozish, bug'doyni qo'shib yozish, paxtani qo'shib yozish, pullarni qo'shib yozish qilib, mana xalqimiz Rossiya, Qozog'istonda yuribdi. Dedim, dotatsiyada dedim. Bug'doyi bor, paxtasi bor, suvi boshi, larmakoli yeri bor dedim, dotatsiyada dedim. Qachongacha dotatsiyada? Nimagaki korrupsiya, o'g'irlik, cho'nchakka urish pulli dedim. Fermerlar paxtasini sotadi, bug'doyini sotadi, klaster pulini bermaydi. Hokimga borsa, hokim anaqa fermerlarni o'ziga dab qiladi dedim. Nima haqqinglar bor? Sudning qarori bor. MIPga chiqqan dedim. 3 yildan beri fermerlarning pulini to'lab bermayapsizlar dedim. Zoitovichga shuni aytaman, shunaqa masalalarni qo'yaman. 4,5 milliard asfalt qilganmiz, men bu yoqqa ishga kirmasdan oldin. 4,5 milliardimiz mana 3 yil bo'ldi, haligacha pulini to'lab bergani yo'q. Zoitovichga aytsam, men 7 milliard berib yuborganman deydi. Budjetdan tushgan pul maqsadli kelib, maqsadli ketish kerak. 4,5 milliard biza asfaltni qilgan bo'lsak, 4,5 milliard biza qilgan asfaltni avtoyo'li Toshkent viloyati avtoyo'li to'lab berish kerak dedim. Sizni pulni otib dedim, u yog'ini nazoratni kim qiladi? Nazoratni siz qilish kerak. Viloyat hokimi Zoitovich, janob Zoitovich dedim. Mana shunaqa masalalarni qo'yaman, shu uchun qochib yuradi. Zoitovich aldamang odam. 2024-yil
viloyat deputatligiga, Oliy Majlis deputatligiga qo'ydim. Bir pasda vahimaga tushib, Oliy Majlisga chiqsa hozir Senatda ham, meni ham hammasini prezidentga hozir aytib qo'yadi. Olim aka ko'tarilib ketish kerak emas. Olim aka Oliy Majlis bilan viloyatga qo'yibsiz. Qo'ymang. Aka, men sizga lavozim beraman dedi. Zoir To'rayev chaqirdi. Aldamaysizmi keyin dedim. Hozir deputatlik saylovi o'tib bo'lgandan keyin hozircha ish berib 6 oy 7 oydan keyin ko'timga tepib bormaysizmi? Lekin sizga juda katta administratsiyadan ham, juda katta joyda ishlaydiganlar ham aytdi. Zoir To'rayevga ishonma, u ayyor, u tulki. Sen hozir karyering sinadi. Sen Oliy Majlisga qo'ysang, ko'tarilasan, prezidentga bemalol uchrashasan. Men seni Qibrayda kirgizmadimmi? Va migratsiya agentligi bo'lib, mana Olmaliqda kirgizmadim. Mana bu fakt u senga deyapti. Migratsiya agentligi bo'yicha men prezident tashrifida kirishim kerak edi, Olmaliq tashriflarida. O'sha yerda tanqidiy chiqishlarida har qatdan bandlik qo'shib yozilayotgani mana ma'lum bo'ldi ana xatlovda. Uyiga borsak Rossiyaga jo'natilmagan. Uyiga borsak na kartochka, na ish bilan ta'minlamagan. Yamitidan bilsak, soliqdan bilsak, oyligi yo'q, kartochkasi yo'q, xonadondagilar sirrazi aytibdi, Olim aka deydi, yolg'on deydi. Meni bandlikka ta'minlabdi, yamitiga kiritib qo'yibdi deydi. Na kartam bor, na ish joyim bor, na oyligim bor. Hammasi yolg'on dedi. Hammasini bandlik anaqalar kiritib qo'ygan dedi. Siz kelguncha dedi. Men shuni bilardim, shuni prezidentga aytmoqchi edim. Janob prezident, men bu yoqqa islohot o'tkazgani keldim. Migratsiya bo'yicha, bandlik bo'yicha mashinka beryapti. 10 million 15 millionga mashina beryapti. Shu odam kelmasin deb mashina beradigan odamni na tikuv mashinasi bor, na tikishni biladi, na bozorda xaridori bor. Shu mashina berib dab qilishyapti. U mashinani 10 million 15 millionga olishyapti. U turadi 3 millionga. Atkat cho'nchak urilyapti. Kimdir to'y qilyapti, anaqa pul sochyapti. Bu korrupsiya. Mana mashina tekshirish kerak. Bandligini ta'minlash uchun tikuv mashinasini berish bu juda katta xatolik. Birinchidan korrupsiya. Har bitta ish so'ragan, yordam so'raganlarga tikuv mashinasi berilyapti. U tikuv mashinasi 20 million, 25 millionga olishyapti degan u nima qiladi? Tikuv mashinasini tikishni bilmaydi, materiali yo'q, bozorda oluvchisi yo'q, hamma ham tikishni bilmaydi. U mashinani 1,5 mingga borib yana o'sha joyga sotishyapti, u joydan yana olishyapti, yana sotishyapti. Mana korrupsiya. Men Zoir To'rayevga aytdim. Kambag'alchilikdan chiqarish, bandligini ta'minlash uchun tikuv mashinasini bermaylar va tikuv mashina bor, sexi borlar hozir. Bozor topa olmayapti. Anaqa bozori qasot bo'ldi, Xitoy hamma yoq sindirib tashlayapti dedi. To'g'ri, mana shu gapimga kirdilar-da, Zoir To'rayev keyin yig'ilishda aytdilar. Bandligini ta'minlash, kambag'alchilikdan chiqarish bu korrupsiya dedilar. 20 million, 25 millionga mashina olib berib, tikuv mashinasini olib berib, o'zi u mashina 3 million turadi deyapti. Kelgani bugun ularga pul kerak, bugun ularga yordam kerak. U mashinani olib boryapti-da, anaqa 3 millionlik mashinani 1,5 millionga sotyapti-da, 1,5 million kelib keyingi oyga yana mana bunaqa o'tiribdi. Mana qanaqa qilib kambag'al pul talon-taroj bo'lyapti. Korrupsiya. Hammasi bir-biriga bog'lanib ketgan. Men bu sirlarni bilaman, yana ko'p sirlarni bilaman. Migratsiya agentligiga kelgandan keyin 2024-yil 13-avgustdan ish boshlagan bo'lsam, 7 oy ishladim. 7 oy ichida na hokimni birinchi yordamchisi Otabek Ravshanov oldiga kira olasan, na Zoir To'rayev oldiga kira olasan. Topshiriqlar ko'p, masalalar ko'p. Shuni birgalikda qilaylik deb prezidentimiz aytgan, bosh vazir aytdi. Yig'ilish tugaydi, hammasi qochadi. Anaqa hokim birinchi yordamchisi Otabek Ravshanovga licheniyadaman deydi, o'qishdaman deydi. Kecha soat 10 da keladi, mag'izda bo'lib 2 marta o'sha oldim. Ravshan aka, Otabek Ravshanov dedim. Siz Toshkent viloyati xalqini bilmas ekansiz. Men Toshkent viloyati xalqini ishsizlikdan chiqarish siz ham mas'ulsiz, Zoir To'rayev ham siz ham dedim. Menga yolg'on show qilsangiz dedim, men dedim dodingizni beraman dedim. Tanqid qilaman. Ishlasangiz maqtayman dedim. Men Zoir To'rayevga ham aytdim. Zoir To'rayev birinchi yordamchisi Otabek Ravshanbekga ham aytdim. Xo'p bo'ladi, Olim aka, sizni bilaman, oldindan bilaman men. Men o'zi kambag'alchilikni chiqarish Andijon viloyati hokim yordamchisi edim. Keyin vazirlikka keldim. Vazirlikdan Qo'chqarib meni bu yoqqa olib keldi. Qo'chqarib olib kelganda nima dedi? Qo'chqarib yig'ilish qildi Qo'ychirchiqda. Bekzod Anvarov keldi, men keldim, Otabek keldi bandligiga. Men keldim. O'sha yerda Qo'chqarib Jamshid aka zo'r so'rashdilar men bilan. Olim aka, sizni atiga chaqirtirdim dedi. Viloyat hokimingizga aytib qo'ying dedi.
Toshkent viloyatidan prezidentdan men shunchalik dedi gap eshitmaganman. Nechta viloyat hokimlari o'tgan dedi. Rustam Xolmatov o'tgan dedi. Shular o'tgan paxtani plani, ishsizlikni yo'q qilish, bug'doy, hammasi rasvoyi jahon qo'shib yozish dedi, plan topshirilmagan, hamma Rossiya Qozog'istonda bandligi ta'minlanmagan. O'sha viloyat hokimi Zoir To'rishev uchun dedi, men dedi prezidentdan juda qattiq gap eshitdim dedi. Qo'chqarov, malades Jamshid Qo'chqarov. Keyin Roshan Atabekovga aytdi. Viloyat hokimi Zoir To'rishevga aytib qo'ygin dedi. O'zi yonib turibdi hozir, yondirib yuboraman dedi. Bandligini ta'minlamagancha aniq qo'shib yozishi, peripiska qilishi, bandligi ta'minlanmagan, chet elga jo'natilmagan, kredit berilmagan, yer berilmagan qo'shib yozishlarni agar yana qilsa dedi Roshan Atabekov, eshitib ol dedi. Yetqiz dedi viloyat hokimiga dedi. Olib tashlaymiz ishdan dedilar. O'zi jonimga tegib yuribdi. Hozir yonib yotibdi, hozir yondirib yuboraman dedi. Katta zalda aytdilar. Keyin chiqib ketib, Olim aka dedi. Siz dedi halolsizni nazorat qiling dedi. Yes uchun menga aytib turasiz dedi. Agar yana qo'shib yozish bo'lsa dedi, qo'l qo'ymayin dedi, podpisatsiya qilmayin dedi. Chiqib ketayotganda yana mashinada quchoqlashib, Olim aka qulog'imga aytdilar. Bu muttahamlar dedi pillani qo'shib yozyapti, paxtani qo'shib yozyapti, bug'doy qo'shib yozyapti. Prezidentdan men shunaqa gap eshitdim. Shuncha viloyat hokimlaridan gap eshitmaydi dedi. Zoir To'rishev shu qilig'iga dedi. Shu hamma narsa ishsizlik kelib chiqyapti. Bu xalqqa yer boqadi. Butun 22 ta viloyat hokimiyat dotatsiyada yotibdi. Olim aka, men sizga ishonaman dedi. Qattiq nazoratga oling dedi. Bandligi ta'minlanmagan, ishga joylashmagan, chet elga jo'natmaganlarni dedi. Qo'l qo'yib bergan desa qo'l qo'yib bermaydi dedi. Jamshid Qo'chqarov, siz aytmasangiz men shunaqa qilaman. Siz malades, prezidentning haqiqiy ishongan vakili ekansiz. Va prokuratura Valiyevga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ichki ishlar Bekmurod akaga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xavfsizlikka o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men qo'shib yozish uchun men bu yoqqa kelmaganman dedim, Zoir To'rishevga ham aytdim. Unaqada deydi, siz o'rningizga boshqa odam olamiz deb, aybim yo'q, kamchiligim yo'q, bitta kamchiligim yo'q. Ani oldin hokimiyatda ishlagan, xo'p bo'ladini olib kelib qo'yib qo'yishibdi. Men Rossiyaga uchib borib ish joyi topib kelyapman. Rus tili, ingliz tili o'qiydigan mana markazga boryapman. Mana markazga borsam 100 talab 300 larni Zoir To'rishev kirgizib qo'yibdi. U qachon u Qibraydan, Bekoboddan, butun 22 ta hududdan mana markazda yotib o'qish uchun kiritilgan, kasb hunarga o'qish uchun u joy ochilgan. Uysizlarni uy bilan ta'minlamay, uysizlarni, provokatsiyachilarni Mona markaz Oqqo'rg'onga kirgizib qo'yibdi Zoir To'rishev. Buni bosh vazir Abdulla Aripov ham kelib ko'ribdi. Buni Bekzod Anvarovich ham ko'ribdi, Zoir To'rishev ham ko'ribdi. Nimaga chora ko'rmaysizlar? Bunaqada 100 yilda ham til o'rgata olmaymiz, ilmga, bilimga, kasb hunarga o'rgata olmaymiz. Zoir To'rishev bu narsaga men yo'l qo'ymayman. Oqqo'rg'on juda katta mablag' ajratdi prezidentimiz. Darsxonalari, sho'pirchilikka, haydovchilikka, kasb hunarga, tikuvchilikka, hamma narsaga o'rgatadigan mana markaz qurilgan Oqqo'rg'onda. Yotib uxlash, mana Bekoboddan kelganlar, Qibraydan, Parkentdan qatnab kasb hunariga, tilga o'rganayotganlar yotib, yo'l kira uzoq u yoqqa, mashina yaxshi yurmaydi. Taksida borib keladi. U yotib o'qiydigan joyga mana meni qo'limda hujjat turibdi. Mana markaz yozib berdi. 100 ta uysiz provokatsiyachilarni kirgizib qo'yibsiz. Ularni uy joyini viloyat hokimi, tuman hokimi berish kerak. Bu maqsadli narsa, maqsadli anaqa qilinish kerak. U yerda dars olish kerak, ilm olish kerak, bilim olish kerak, tilga o'rganish kerak. Nemis tili, ingliz tili o'qituvchilari yo'q. Pul to'lanmagan besadrijlarni qo'yib yuborilibdi. Mana men Monar markazdan hujjatlar va videolar oldim. Olim Sulaymonov YouTube kanaliga qo'ydim. Bu maylim. Oqqo'rg'onga Angrenga bordim. Angrenda sho'pirchilikka, kranapshikka, haydovchilikka, svarchilikka, santexnikga o'rgatadigan joy bor. O'tdi ham yotoqxonasiga 100 ta provokatsiyachiga qamoqdan chiqqan, chet elda ishlash istagi bor mas odamlar, maqsadsiz odamni kirgizib qo'yibdi. Ular 3 mahal ovqati, uzumi, oshi, ovqatni yeb maza qilib yotibdi. Zoir To'rishev ularni provokatsiyachilar uy joyiga, o'zining uy joyiga kiritib qo'yish kerak. Nimaga provokatsiyachilar maqsadli joyga kiritib qo'yilmagan? Nima haqqinglar bor? Hamma yoq bardak. Avtoshkola Toshkent viloyatida Germaniyaga nemis tilini biladigan sho'pirlar B kategoriyalik o'qituvchilik deb 17 ta Toshkent viloyatida avtoshkola bor. Vatanparvar.
Bittasi litsenziya olibdi, 16 tasi litsenziyasi yo'q. Bu nima hech kim ishi yo'q. Hamma g'aflat uyqusida. Ana shuning uchun prezidentimiz kuyib-pishib gapiryaptilar. Asli yolg'on ma'lumot beryapsizlar. Hamma yoq bardak. Ammo migratsiyaning ichiga kirdim, kam ko'stlarni yo'q qilish uchun birgalikda viloyat hokimi, tuman hokimi, hokim yordamchisi bilan ishlaylik desak, hammanglar prezident yig'ilishdan keyin qochasizlar. U ham maylim. Uchinchi marta Zoir To'yich siz meni aldadingiz. Zoir To'yich, menga aytdingiz, Olim aka, Oliy Majlisga deputatlikka qo'ymang. Men sizga yonimda yurasiz, migratsiyani beraman lavozimni dedingiz. Berdingiz. Berganingizdan keyin prezident Olmaliqqa tashrifida migratsiya agentligiga men qatnashishim kerak. Nimaga meni u yerga chaqirmay qatnashtirmadi, studiyada qatnashtirdingiz? Olim aka, O'rkadelga hammalarga bong urdim. Men u yerda migratsiya agentligi rahbari u yerda bo'lishim kerak, prezidentga masala qo'yishim kerak, prezident bilan prezident bergan topshiriqlarni eshitishim kerak desam, u yoqqa ham kiritmadinglar. 7 dekabrda migratsiya agentligining 14 ta hududda hamma rahbarlari prezidentning yig'ilishida qatnashdi. Meni yana chaqirmadinglar. Nega? Nega 7 dekabr 2024-yil dekabrda migratsiya agenti rahbari, hudud rahbari lavozimdagi odammi nimaga prezidentni 3 soatlik ma'ruzasida 3 soatlik migratsiya bo'yicha, bandligi bo'yicha yig'ilishiga meni qatnashtirmadingiz? Men shundan keyin 100% ishondim. Mirazam ham Toshkent viloyati Qibrayda prezidentning uchrashuviga siz kiritmagan ekansiz, Zoir To'yich. Siz meni yo'latmagan ekansiz. Siz o'sha ochiq masalani prezidentga aytib qo'yadi deb qo'rqar ekansiz. Menga qarang. Zoir To'yich, sizni bu fitnalaringiz, hiylalaringiz o'tmadi. Nimagaki menda ijtimoiy tarmoq bor. Ijtimoiy tarmoq orqali men prezidentga yetkazaman. Shaxsan Sherzod Asadovga yetkazaman. Saida Mirziyoyevga, Shahnoza Mirziyoyevga, Otabek Umarovga, davlat xavfsizligi Qurbonovga yetkazaman. Bu haqda Zokir Almatovga ham xabari bor. Shu meni Qibray o'zimning hududimda deputat bo'lib turib, o'zimning hududimga kirgizmaylik. Mirazamga aytib, ani meni priglasitlni oldirib qo'yib, olimni yo'qot kiritish kerak emas, kirsa so'zga chiqib ketadi dedingiz. Men so'zni o'tda bermasangiz, prezident oldiga kirgizmasangiz, men shu yerdan gapiraman. Olim Sulaymonov YouTube kanalim Xudoga ming xatirishki prezident qarorini bajarayotganim uchun, xalqning muammosini ko'tarib chiqayotganim uchun, haqiqatdan prezidentga sadoqatligim uchun, xalqimga, yurtimga sadoqatligim uchun 300 mingga yaxshi podpishkim bor. Qani sizlarni matbuot kotibiylarniki bormi? Hatto bu 10 mingta bormi? Yo'q. Faqat fitna, trollar, prezidentga ham o'sha trollar yozyapti yomonlab. Viloyat hokimini asosli tanqid qilsa, bosh vaziri tanqid qilsa, sirrazi trollashga tushadi. Baraka topdi. Bu trollarni ertaga bola chaqasi bor. Farzandi, nevaralari shu yurtda qoladi. Ertaga xoinlar yurtida qolamizmi? Jahidlar anaqasida. Jahidlar ham o'sha paytda vatan xoini deb deydilar. Vatan xoini biz emas. Haqiqatni gapirgan. Mana shu ayrim trollar vatan xoinlari. Ertaga dushman kelsa, dushman eshigi ichidan ochib beradigan mana shu xoinlar bo'ladi. Men vatanparvar, vatanimni sevaman, xalqimni sevaman. Prezidentim menga yaxshilik qilgan. O'lgunimcha prezidentimga men sadoqatli, xalqimga sadoqatliman. O'zbekistonning tinch bo'lishini xohlayman. Xalqini rozi qilishni xohlayman. Ishsizlikni yo'q qilish va bugundan keyin ochlik e'lon qilaman. Shaxsan Saida Mirziyoyeva, prezident, davlat xavfsizligi, ichki ishlarga men aytaman. Zoir To'yich shu qilgan ishi uchun bugundan ochlik e'lon qilaman. Agar 5 ta partiyadan agar mashinasini ko'tarmasanglar, o'zim partiya ochaman. Prezidentimiz boshchiligida 5 ta partiyani damini oldiradigan, xalqqa dardini ko'taradigan, 200 kilovatni yo'q qiladigan, radar shtraplarni yo'q qiladigan, jarima, gaz, svetlarni oldin aholiga yetkazib beradigan, keyin Xitoyga, Rossiyaga sotadigan partiya ochaman. Ana shunda prezidentga, davlatimizga ishonch oshadi. Bugundan keyin ochlik e'lon qilaman Zoir To'yich shu qilgan ishiga. Meni aldadi. Toshkent viloyati Qibray tumaniga prezidentimiz tashrifida deputat bo'lib, tadbirkor bo'lib, xalq vakili bo'lib meni kirgizmagani prezidentimizning siyosatini qo'llayman. Men shaxsan prezidentga uchrash hamma like bosib Olim Sulaymonov nimaga men shuncha chidab yuribman? Nimaga meni otimni olim deb qo'ygan Zoir To'yich? Aqlli,
sabrli, toqatli. Korrupsiyaga men birinchilardan kurashib chiqqanman 16-yil Islom aka paytida. Ko'kmakada chiqib, o'sha tadbirkorlarni talagan muttahamlarning hammasini yutib chiqdim. Oqlanib xalq deputati bo'ldim. Prezident tufayli oqlandim. Prezidentga men va'da qilganman. Sha'nim, qadrimni qaytargani uchun O'zbekiston xalqiga, prezidentimga o'lgunimcha xizmat qilaman dedim. Hamma like bosib Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Kommentariy yozinglar. Bor haqiqat. Ertadan Toshkent viloyatida bandligi ta'minlanmaganlar, chet elga jo'natamiz deb jo'natmaganlar, Rossiyaga borib hozir migratsiya orqali borib 2 hafta 1 oydan beri puli qolmaganlar, ishga chiqolmaganlar, Rossiyadan olmaganlar chiqinglar menga Olim Sulaymonov. Mana endi men migratsiyadan o'zim xohishim bilan ketsam ham, migratsiyani men oxirga yetkazaman. Qamalib qolganlarni muammosini ko'tarib chiqaman. O'sha 22 ta tuman viloyat hokimi ish joyi yaratib bermagani uchun, bandligi ta'minlamagani uchun Rossiyaga borib, ishsiz, pulsiz, pasportini oldirib qo'yib, pulini ola olmay qamalib qolganlarga sizlar aybdorsizlar. 200 guruch kelyapti kuniga. Men olib borib hammasini o'zim aniq qilmay, buni e'lon qilmayapman. 200 guruch ham o'sha tuman viloyat hokimiga borgan, bandlikka borgan. Qog'ozda bor, amalda yo'q. Ish bersa ham 600-700 ming, 1,5 millionlik oylik bergan. U 1,5 millionga 200 kilovat svetimga to'laymi, gazga to'laymi? O'zimni yeb ichishimga yetmaydi, ota-onamga yetmaydi, kreditimga yetmaydi. Qizimni uzatishimga yetmaydi, o'g'limni uylantirishga yetmaydi, uy qurishimga yetmaydi deyapti. Shunchalik ham xoinlik qilasizlarmi? 100 mingta odam, 150 mingta ish bandligi ta'minlanmagan, menga ta'minlangan deb yozib berasan deyapsizlar. Pistolet tarasanglar men yozib bermayman. Hamma like bosib, imkon qadar kommentariy yozinglar. Hammasini prezidentimiz ko'ryapti. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirganini vaqtim boricha bir 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishda to'g'ri yo'limi yo'qmi? To'g'ri yo'l. Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi. Ijtimoiy tarmoq katta qurol, prezidentimizga ming rahmat. Mana shu valomatli oyog'i yerdan uzilganlar, xalqqa ko'kragidan yetaverayotganlar, adolat, haqiqat bo'lmagani uchun hamma bloger, jurnalistlarga boryapti. Nimaga O'zbekiston televideniyasi ishlamayapti? Nimaga O'zbekiston 24 platformasi ishlamayapti? Nimagaki u yerda kesib tashlaydi? U yerda bunaqa platforma yo'q. Ana shuning uchun hamma ijtimoiy tarmoqqa boryapti. Ana shuning uchun prezidentimiz aytdilar. O'zimizni kontentni yaratamiz dedilar. O'zimizni muammoni ichkarida asosli, adolatli, dalil bilan, fakt bilan gapirgan jurnalistlar o'zimizni kontentni yaratamiz dedi. To'g'ri qildilar. Prezidentimizga ming rahmat. Menga oqlov bergan, sha'nimni qaytargan prezidentimiz Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston xalqiga o'lganimcha xizmat qilaman. Agar Shavkat Miromonovich o'limga yuborsa, men o'limga boraman. Hamma imkon qadar like bosib Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Partiyasini ochaman. Men shu Zoir Toyich shu qilgani uchun, ishi uchun qilaman. Zoir Toyich meni ko'ynimga tupurgani uchun xalqini ish bilan ta'minlamay turib, ta'minlandi deb qo'shib yozishga menga da'vat qilgani uchun men ochlik e'lon qilaman. Shaxsan prezident Shavkat Miromonovich, Shahnoza Mirziyoyeva va Saida Mirziyoyevaga, Otabek Umarov bilan va shaxsan davlat xavfsizlik Qurbonov bilan, ichki ishlar vaziri bilan, davlat xavfsizligi bilan, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldashev bilan uchrashib, meni qo'limda fakt dalillar bor. Men hech kimga tuhmat qilmayman. Hech kimga anaqa qilmayman. Fakt dalil o'sha mashqqa keldi. Toshkent viloyatiga prezidentimiz tashrifida Qibraga kelganda Zoir Toyich kirgizmadi. Mana hammasini Mirazam gullab qo'ydi. 22 ta tuman hokimlarini nimaga nechtasini bo'shatib yubordingiz? Mana Bekobodga chiqib ketdi. Butun prokuratura, ichki ishlar sizni o'sha yolg'onchiligingiz uchun, sho'meyligingiz uchun Bekobodda tuman hokimiga ming rahmat. Yangiyo'l shahar hokimiga ming rahmat, Farhod akaga. Akrom akaga ming rahmat. Rustam Xolmatovga ming rahmat. Rustam Xolmatov 24 soat telefonni olardi. 24 soat kabinetimiz pastga tushib gaplashardi. Sizcha qochib yuribsiz, Zoir Toyirich. 11 ta telefoningizni nega o'zgartirdingiz desam, 11 ta emas, 15 ta o'zgartirdim. Odamlar telefon qilib jonimga tegdi deyapsiz.
Erkinjon Turdimov 24 soat telefoni ishlayapti. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Qo'sharbayev telefoni ishlayapti. Farg'ona viloyat hokimining ishlayapti. Amma sizni yeb qo'ymayman. Men mana shu masalani birga hal qilaylik deb men telefon qilaman. Sizdan pul so'rayotganim yo'q. Sizdan anaqa so'rayotganim yo'q. Har kuni chiqish qilaman. Ochlik e'lon qilaman. Siz deb adolatsizlikka uchraganim uchun sababsiz, aybsiz meni orqamdan boshqa, yana bitta narsani aytaman. Bosh vazirni bekor tanqid qilman men anaqa. Bosh vazir Abdulla Oripov va senatni bekor tanqid qilman. Tavsiyanoma migratsiya so'rayapti deb 3 oydan beri aytdim. Oldingi yili prezident farmoyishi bilan bandlik отдельный bo'ldi. Vazirlar Mahkamasi migratsiya agentligi отдельный bo'ldi. 3 oydan beri sizga Facebookda yozaman, mana fakt turibdi. Anaqa migratsiya agentligi anaqa so'rayapti, nimadirdi? Tavsiyanoma so'rayapti desam, olim aka, bu tavsiyanomani endi men bermayman. Vazirlar Mahkamasi qo'shlik migratsiya agentligi bo'ldimi? Uni bosh vazir Abdulla Oripov beradi dedi. Kecha qarasamki, 3 ta nomzoddan yangi yo'lli xo'p bo'ladini qo'yibsiz, hokimiyatdan chiqqani, sizni sifralaringizni 100 ming bo'lsa 200 ming bandligi ta'minlaydi degan. Siz beribsiz tavsiyanomani. Fursatdan foydalanib bosh vazir Abdulla Oripov menga Zoir Toyirich aytdi, tavsiyani endi men bermayman. Tavsiyani endi bosh vazir Abdulla Oripov beradi. Nimagaki siz vazirlikka o'tdingiz, Vazirlar Mahkamasi qo'shidagi migratsiya agentligiga o'tdingiz. Tavsiyanomani men bermayman. Endi Abdulla Oripov bilan gaplashing. Siz Abdulla Oripovga boring. U kimni tavsiya bersa shu o'tadi deb mana yolg'on gapirgan ekan. Kecha tavsiyanomani Zoir Toyirich qo'lim bilan men ko'rdim. Nimaga yolg'on gapirasiz Zoir Toyirich? Mana bu yerda ham siz aldadingiz meni. Ani tanqidiy maqola chiqarmay meni yoritib bering deb har maqolangizga 20 milliondan to'layman deb 10 milliondan to'lab 3 oy to'ladingiz. Boshingizda qolsin shu. Migratsiyaga deputatlikka Oliy Majlisga qo'ymang. 60 milliondan men sizga oylik qilib beraman dedingiz. To'g'ri? Avgust, sentabr 2 oy oldim 60 milliondan. Bu yerga 10 milliondan to'ladinglar. Nimaga? Migratsiya agentligi, Vazirlar Mahkamasi migratsiya agentligi. Shu olim akani oylikdan chiqsa shu ketib qolsin. Qarasak bizani aytganimizni qilmayapti, qo'shib yozmayapti. Bizani aytganimizni qilmayapti. Ammo hokim yordamchilaringiz hamma gapini yozib oldimi? Olim aka kelishib ishlash kerak. Ani Zoir Toyirichga prezident oldin tanqidiy chiqdilar. 157 ming ishsizlarni qaytarib olib kelish kerak. Kimni qaytarib olib keldinglar? Bundan keyin eshitib qo'yinglar, prezident farmoyishi bor. Toshkent viloyatida $1000 agar past bo'lsa 500 dollar, 600, 700, 800 dollar bo'lsa qaytib kelishinglarga prezident topshiriq bergan. Shaxsan viloyat hokimi Zoir Toyirichga topshiriq bergan, migratsiya agentligiga, bandlikka topshiriq berilgan. 500 dollar, 700 dollar, 1000 dollaringlar Rossiyadan, Qozog'istondan qaytarib olib kelish topshirig'i berilgan. Sizlar qaytib kelinglar Toshkent viloyatiga-da, viloyat hokimi migratsiya agentligiga uchraylar. 1000 dollardan oshiq bo'lsa, Koreyaga, Germaniyaga, Rossiyaga yuboringlar degan prezident farmoyishini ham bajarmayapsizlar. Bugundan keyin Rossiya, Qozog'iston chet eldagilar agar 500 dollarga, 700 dollar, 300 dollar, 1000 dollargacha agar 1000 dollardan oshmasa, 1000 dollardan past bo'lsa qaytib kelishinglar kerak va viloyat hokimi va migratsiya agentligiga uchraylar. Safar kelganimizda har bir tuman, har bir shaharda rivojlanishi nima bo'ladi? Nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak degan kundalang savol turadi. Bugun sizlar bilan uchrashuvimdan maqsad Toshkent tumani misolida ishsizlikni yo'q qilish, chet eldagi bo'lganlarni qaytarish, viloyatda bo'lgan 62 ming aholini kambag'allikdan chiqarishga Toshkent viloyati tajribasi nuqtai nazardan menga aytib berishdi. Mana 157 ming aholi chetda yuribdi Toshkent viloyatida. Meni eng katta maqsadim ular agar 1,5 ming, 2 ming dollar olsa, nur ustiga nur ularga ko'makchi, yelkadosh bo'lamiz. Lekin undan kam oylik olsa, o'zimizda sharoit yaratib ishlatsak, men o'ylayman ana shunda adolatli tizim bo'ladi. Va Toshkent viloyatida 22 ta tuman shahar bor. Begobod, Oqqo'rg'on, Piskent, Chinoz, Parkent, Bo'stonliq, hammanglar kelinglar-da, ish bilan ta'minlab berish bo'yicha
prezidentimizning topshirig'i bor, shaxsan Zoir Toyirichga, migratsiya agentligi va bandlikka. O'zbekiston ichida ishlash istagi borlar bandlik vaziri qoshidagi Toshkent viloyati Ziyod Yo'ldashev ko'chiraysizlar. Chet elda ishlash istagi bo'lsanglar, hozir meni o'rnimga qo'yilgan o'sha odamga talab qilasizlar. Rossiyaga ketsanglar, biletinglar, patentinglar, uch mahal ovqatinglar va ketishinglarda u yoqda ishga oylik olguncha pul berish kerak va ota-onalarga pul tashab ketish kerak. Bu prezident farmoyishida ko'rsatilgan. Chet elda qiynalib yurganlarni mana men Gruziyadan olib keldim. Quychirchida haligacha ish ta'minlanmagan. Men bandlikka aytdim. Quychirchi hokimiga aytdim, viloyat hokimi Zoir Toyirichga aytdim. Haligacha ish bilan ta'minlanmabsizlar. Men o'shani 500 dollarga o'zim Gruziyadan olib keltirdim. Bitta bolasi Quychirchiqda alimentini ola olmayapti. Krediti bor ekan, kreditni har kuni eshigini taqalab ketayotgan bolalariga puli yo'q, ovqatiga puli yo'q. Zo'rg'a kredit olib, Gruziyaga ish qidirib 3 oydan beri sarson sargardor, puli yo'q, qaytib kelishga sarson bitta bolasi bitta och qolgan, bitta bolasi bilan Gruziyada shanba otirga to'g'ri kelgani uchun migratsiya agentligi menga rahbar bo'lganimdan keyin chiqqandan keyin telefonda men 500 dollar o'zim oyligimdan o'tkazib, samolyot biletini olib berib, o'zim O'zbekiston havo yo'llarida Toshkentda kutib olib, uyiga borib yana pul produktlarini tashab, Toshkent viloyati Quychirchi hokimiga aytdim. Ish bilan ta'minlash sizning vazifangiz dedim. O'sha yerda o'lib qolsa nima bo'lardi? Sizning hududingizda fuqarosi dedim. Lekin Chirchiq tuman shahar hokimiga ming rahmat. Liviyadan urush mahalida 5 ta bolasi bilan olib keltirdim. Deputatlar qaror chiqarib berishdi. Samolyot chiptasini olib kelib, Liviyadan olib keltirib, hozirgi kunda kredit olib berib, Chichvara tugib magazinlarga tarqatyapti. Chirchiq shahar Murod akaga ming rahmat, Chinoz tuman hokimiga ming rahmat, Toshkent tuman hokimiga ming rahmat va prokurori Salihov Sanjarga rahmat, yaxshi ishlayapti. Yana Olmonlig'i ana Obilgazdan chiqqan Akmal yaxshi ishlayapti. Qolganlar Qibray tuman hokimi, boshqa hokimlar g'aflat uyqusida. Viloyat hokimi ham, hokimi birinchi yordamchisi ham hammasi g'aflat uyqusida. Har bitta mahalla raisi, har bitta mahallada hokim yordamchisi, hammasi g'aflat uyqusida. Mana ahvol, o'rtoq prezident. Hasan Shavkat Miromonovich bilan uchrashib, bularni hamma sirrini aytib beraman. Fakt dalillarim bor menda. Meni ota-onam va jurnalistikada o'qiyapman, jurnalistika universitetida tuhmat qilish, santaj qilish menda yo'q. Meni avlodimda. Men to'g'ri so'zligim uchun hech kimdan qo'rqmayman. Yana ani Toshkent viloyati hokimining ani yaraqlari nima deydi? Olim aka, sizga Zoir Toyirich lavozim berdi. Zoir Toyirich aytganini qilish kerak, ani 100 mingmi, 200 ming bandligi tayinlandi. Bu mana dedim. Men prezidentimmi, Toshkent viloyati xalqini aldamayman. Keyin olim aka dedi, lavozim olib kerilib ketibsiz deya, baraka topgur. Men poraxo'r bo'lmasam, tilim qisa bo'lmasa, menga endi lavozim berdi deb men kelinlarga o'xshab men egilib yurar ekanman. Pashol atsuda dedim. Ani prezidentning selektorida, bosh vaziri selektorida yig'ilishlarda anaqada o'tirsak, meni o'rkadel, purkadelar hokim yordamchilar yalaqalari kelib, olim aka, o 5-qator, 10-qatorda o'tiring dedi. Mana dedim. Migratsiya bo'yicha bo'yatdim, men 1-qatorda o'tiraman, yo 2-qatorda o'tiraman dedim. Qarang, prezidentimiz Shavkat Miromonovich, o'sha uchun men sizga aytadigan gaplarim ko'p. Siz menga ko'p yaxshilik qildingiz. Men shu yaxshilikni qaytarmoqchiman. Xalqimizning tinchligi ham, bandligi ham, ish bilan ta'minlasak xalqimizga ko'p narsa kerak emas. Xalqimizning oyligi bo'lsa, ish joyi bo'lsa, har bitta xonadon oliy dargohda o'qisa, har bitta xonadonni otasi, onasi ishi bo'lsa, puli bo'lsa, prezidentdan, davlatdan, yurtdan tinch bo'ladi. Ishi yo'q, puli yo'q, ajrim ko'p bo'ladi. Ajrim eng rekord darajaga chiqdi. Nimaga? Puli yo'qligidan, ish yo'qligidan, tartibsiz, noqonuniy bitta ish bermagandan keyin, bandligi ta'minlanmagandan keyin Rossiyaga boryapti-da, qamalib qolyapti. Pulini ola olmayapti. 5 yil, 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda yurgandan keyin xotini issiq jon bitta ish qilib qo'yib ajrashib ketyapti. Yo'qmasa u yoqdan Natashaxon topyapti. Issiq jon yashash kerak. Bularni xotin jo'natish kerak. Xotin jo'natsa ajrim yo'q bo'ladi, xiyonat yo'q bo'ladi. Ayollarimiz ajrim ko'pligidan rekord darajaga chiqdi. Yetimlar rekord darajasiga chiqdi. Kim aybdor? Tuman viloyat hokimi. O'sha paxta plani bajarilmagandan, bug'doy plani bajarilmagandan yer boqadi xalqimizni. O'sha dotatsiyada yotibdi hamma viloyat tuman hokimlari, anaqasi hokim anaqalari. Nega dotatsiyada yotadi? Yerimiz bo'lsa, lalmikor yerimiz bo'lsa, suvimiz bo'lsa, o'g'irlik ko'p, korrupsiya ko'p.
4,5 milliard anaqani ham hali to'lab bermadingiz asfalt pulini. Siz mas'ulsiz, viloyat hokimi maqsadli kelgan pulni maqsadli chiqarish kerak. Nimaga hafta yo'li to'lab bermaydi? Sud qarori bor, MIBga chiqqan. Nimaga to'lab bermaysizlar? Shotniy palata nega tekshirmaysizlar? Pul maqsadli kelib, maqsadsiz chiqib ketgani abnalga chiqqani ma'lum-ku. Bunga viloyat hokimi Zoir Toyich mas'ul bunga. Har bitta budjetdan chiqqan pulni viloyat hokimi, tuman hokimlari mas'ul. Bu sotqilikka kirmaydi. Bu bor haqiqat. Prezidentimiz 18-yil kelib Fanlar akademiyasiga yer berdi. 30 ta xususiy o'qishga bitta ko'p qavatlikka. Haligacha kadastrini olamay Bekzod Sodiqovich o'lib ketdi. Kadastrga Rustamga viloyat anaqa tuman Qibray kadastriga aytaman dedingiz, Mahmud aka keldi. Bekzod Sodiqovich xafa bo'ldi. Tfu nanex dedi. Zanex dedi, u meni serce болит dedi, ya уже lecheniya ulitаю dedi. Bir marta lecheniyaga borib keldilar. Ikkinchisida mana Moskvadan o'lib keldilar. Sizlar aybdorsizlar. Uy qurgan 18-yil prezident farmoyishi Abdulla Oripov qarori bor. Uy qurib hammasini bitirib bo'lishgan, o'zini uyini kirishga kadastrini bermaganga svet qo'llana olmayapti, suv qo'llana olmayapti, kanalizatsiya qo'llana olmayapti. Bekzod Sodiqovich 18-yildan mana 24-yilgacha sarson sargardor 30 ta Fanlar akademiyasiga prezidentimiz yer bergan Qibrayda. Uy qurgan, ko'p qavatli. Haligacha Qibray tuman kadastri bilan viloyat kadastri bermayapti. Buni Bekzod Sodiqovich Mahmud aka Melqo'ziyev yubordi, Zoir Toyich abishat qildi. Mana abishat qilganiga 3 yil bo'ldi. Haligacha kadastrini bermayapti. Nima kutishyapti? Hamma yoq korrupsiya. Elektron orqali beringlar deyapti. Hamma dokumentlar to'g'ri deyapti. Prezident farmoyishi bor. Zoir Toyich ham aytdi, men o'sha yerda bosh vazir bilan Abdulla Oripov bilan vazirlikda ishlardim dedi. Do'rmonga Qibrayga kelganda men prezidentning topshirig'ini ko'rganman dedi. Rustamga telefon qildilar. Men haligacha u ish ham bitgani yo'q. 4,5 milliard asfalt pulini ham to'lab berganingiz yo'q. O'lib ketdi Bekzod Sodiqovich. Hozir yana Mahmud aka aytdi, ertaning efir qilamiz deyapti. Atmanshki все deyapti. O'shanda Bekzod Sodiqovich prezident 9-mayda har yili tug'ilgan kunlari ham ana xotiralash hayvonida prezidentga aytaman dedilar. Men aytdim, Zoir Toyich og'aynim, yaxshi odam, ertaga qilib beraman deyapti. Dedim, он же тот же обманщик dedi. Он ничего не сделает. Надо сказать prezidentga dedi. Men aytdim, aytmay qo'ya qoling. Zoir Toyich Mahmud akani yuboring dedim. Mana o'zi eshitib keladi, qilib beraman deb aytdi. Lekin haligacha qilmadi. Keyin Bekzod Sodiqovich aytdi. Кто был прав dedi. Вы прав dedim. Ustoz dedim. Я мудрый человек, G'ofur G'ulomov kuyoviman dedi. Men dedi, Fanlar akademiyasi prezidentiman dedi. Prezidentning ishonchli vakiliman dedi. Yadrniy fizika, bug'doyi navini, paxtavin navini chiqaradigan Fanlar akademiyasi Bekzod Sodiqovich shunday aldashdi-ku. Shu odam qurgan uyga kirib yashamadi, shu mashi byurokratlar deb. Shu korrupsiya deb. Bekzod Sodiqovich Kulishda topshirdi borib, ana Chilonzorga borib. Dokumentni topshiringlar, bo'ldi, urvoramiz deydi. Yana boradi, urvoradi, atkaz beradi. Nega atkaz bersa 5 kun o'tib ketibdi, men yig'ilishda edim, selektorda edim. Baraka topki, kallali odam bo'lsa, buni tepasida kimdir turibdi. Mahmud aka Melqo'ziyev ham aytdi. Yig'yig' deyiladi, deyapti, yig'yig' deyiladi, deyapti. O'shani aytaman dedilar. Tursunovga aytgan ekanlar, Mahmud aka. Cho ani prosit, давай я намеченный дам, o'sha bergan desa, kakra o'sha paytda 1,5 million dollar bilan O'zlidi partiyasining Qibray tumani raisi deputat 1,5 million dollar bilan tushuvdi. Naqd. Davlat xavfsizligi ming rahmat, Absalom Aziz juda halol, chesni ishladilar. Undan keyin yana 5 ming dollar bilan tushdi. Toshkent viloyati Qibray tumanida prezidentimiz ishsizlikni yo'q qilish, bandligi ta'minlash uchun 1,5 gektar joy promzona bergan. Ishlab chiqarish, eksport oshirish, ishsizlikni yo'q qilish uchun ish joyi yaratgan deb Qibray tumaniga yer bergan. Uni Toshkent viloyati O'zlidi partiyasining raisi deputat 1,5 million dollarga bo'lib sotayotganda naq davlat xavfsizligi bilan ushaldi. Nima deysiz? Mana xoinlar prezident atrofida. Mana yolg'onchilar. Hamma imkon qadar like bosib Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Ertaga ham ining ham chiqish qilaman. Mana Zoir Toyich shu adolatsizligi uchun, asossiz meni o'rnimga boshqa ishga olgani uchun
Men eplaganman. Menga na oylik, na ogohlantirish, na boshqa narsalar berilmagan. Men ishimda hech qanaqa kamchiligim yo'q. Kamchiliksiz, asossiz meni qo'shib yozib bermaganim uchun, hokimiyat bilan kelishib ishlashim kerakligi uchun, meni aldagani uchun, men prezidentni aldamaganim uchun, Toshkent viloyatining bandligi ta'minlanmagan odamlarni ta'minlandi 100 ming, 200 ming yozib bermaganim uchun hokimiyat bilan kelishib ishlamasangiz bo'lmaydi, bo'lmasa boshqa odam olamiz dedi. Mana olishdi. Mana endi ochiq oydin prezidentga aytaman, ochlik e'lon qilaman. Menda dalillar bor, hamma yozmalar bor. Men o'sha Zoir To'ychi mashi qilgan fitnasi uchun partiya ochishga men qaror qildim. Hamma like bosib Olim Sulaymonov kanaliga a'zo bo'linglar. Chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatan ham bizning viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizning tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak. Xudo menga sog'lik berib, umr bersa, shunday kunlar keladiki, bizda kambag'al, ishsizlik bo'lmaydi. Nimaga aytsangiz, bunga men 7 yil umrimni qo'ydim. Bunga tizim yaratdim, qonun yaratdim, dunyoni ochib berdim. Xalqim yaxshi yashasin, niyatlari amalga oshsin, bolalari farovon bo'lsin, baxtli bo'lsin, nevaralari sog'lom tug'ilsin, tibbiyoti ishlasin, maktabi ishlasin, yo'llari ravon bo'lsin deyishga keldim men. Davom etamiz. Ilm har qanday muvaffaqiyatning kalitidir. Bejiz ilm olish fazilatdir deyishmagan. Quvonarlisi bugun yurtimizda yoshlar ham, kattalar ham ilm olishi, mustaqil kasb tanlashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Navbatdagi lavhamiz qahramonlari esa ko'plab yoshlarga o'rnak bo'lsa arziydi. Bugun ular orasida o'z farzandi bilan bitta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotganlari ham bor. Farzandlariga har tomonlama ibrat bo'lib kelayotgan otalar haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ta'lim haqida gap ketganda yosh hech qanday to'siq bo'lmaydi va bu o'g'li bilan birga talaba bo'lgan Olim Sulaymonov kabi yosh katta talabalar shijoati tufayli isbotlangan. Jurnalistika fakulteti o'qiyotgandan faxrlanaman va o'g'lim ham juda xursand, qiziq bizga ham ishlayapmiz, ham o'qiyapmiz. O'g'lim bilan o'qish bu hammaga emas. Toshkent viloyatilik ota-o'g'il O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida kasblarni o'rganmoqda. Hozir universitetdagi eng yosh katta talaba bo'lgan Olim Sulaymonov o'zgacha ishtiyoq bilan darsga keladi. Bulardan o'rganyapman, yoshlardan ham, o'qituvchilardan ham o'rganyapman. Albatta ikki taraflama bo'lishi kerak. Biza namuna ko'rsatishimiz kerak. Yoshimiz katta, masjidga otasi tengi bilan o'qiyotganlar bular ham kerak bo'lsa o'rgatyapti menga. Inson o'z yo'lini topishi va o'z ustida ishlashi uchun hech qachon kech bo'lmasligiga misol Olim aka. Bolasi qatori talabalar bilan ta'lim olishga uyalmadi. Hatto kamgap o'g'lini ham ortidan yetakladi. O'zim ustimdan ishlayapman. Nutq, jurnalistikani qonun qoidalari, to'g'ri informatsiya berib, xalqqa yo u yoqqa yo bu yoqqa biza o'zimiz ustidan o'qishimiz kerak. Adam bilan ikkalamizdan chiqdi birinchi. Keyin shu jurnalistikaga topshirishga imtihon yaxshi bo'ldi. Bizaniki deyarli ikkalamizda bir xil ball 89-90. Olim Sulaymonov ayni paytda xalq deputatlari Qibray tuman kengashi deputati. Oliy ta'lim hujjati bilan Oliy Majlis deputatligini ham zabt etishni ko'zlayapti. Xalq bilan ishlash menda o'sha tajribasi bor. Maqsadim albatta vazirlikda ham ishlay olaman, senatda ham ishlay olaman. Poytaxtning Olmazor tumani Nahol mahalla fuqarolar yig'ini raisi kunining birinchi yarmini mahallada, ikkinchisini Milliy universitetda o'tkazyapti. Bo'sh vaqtini esa dars mashg'ulotlariga bag'ishlagan. Milliy universitetning ijtimoiy ish kafedrasida hozir kunda 2-kurs talabasiman. Yoshlar ham bor, yosh kattalar ham bor. Mahalla fuqarolar yig'ini raislari, keyin shu bo'lim boshqarmalarida ishlaydiganlar,
bizlarning sohamizga kerak bo'lgani uchun shu ko'proq yosh kattalar ko'p. Mahalla raisi kursdoshlari orasida eng yoshi kattasi emas, 80 yoshli kursdoshi ham bor. Keksa talaba dars qoldirmasligi, to'ldirgan konspektlari bilan kerak bo'lsa yoshlarga o'rnakligi bilan faxrlanadi. 50-60 yoshgacha oliy ma'lumotli bo'lish imkoniga ega bo'lmagan katta yoshli talabalar uchun sirtqi ta'lim yo'lga qo'yilgani ayni muddao bo'ldi. Lavhamiz qahramonlarining biri 5 yildan keyin, yana biri esa 4 yildan keyin qo'liga oliy ta'lim diplomini oladi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Abbos Mustafaqulov, Zohid Mamasoliyev, Toshkent. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.